Germaniyada studentlarni ham ko'rdim. Londonga bordim. Londonda studentlar bilan network qildim. Xafa bo'ldim to'g'risi. Yo'q, nimaga hamma o'qish kerak-ku, hamma o'qish shansi bor-u degan gaplar bo'lishi mumkin. Yo'q, men unaqa demayman. Ko'pchilik bolalarni ko'rdim. Financial holatda qiynalgan. Uydagilarga sizlarga pul jo'nataman deb turib va'da berib kelmaydi. Ularni umidvor qilmaydi. Tasavvur qiling, uyda pul jo'nash kerak. Qarz olib dadasi so'kib turib, dem bo'lib pul jo'nataman deb qo'ygan. U bola qanaqasiga o'qiydi? Men umuman tasavvur qilolmayman. 4 ta narsa juda ham to'g'ri bo'lyapti. Sizni maqsadingiz bor. Sizni shu maqsadga yetish uchun muhit bor. Qattiq ishlayapsiz. O'sha maqsadga yetish. Siz maqsadingizga yetishingizgacha qancha vaqt borligini faillar bilan hisoblashingiz mumkin. Qaysi programming language tanladi, qaysi programming language tanladi. Lekin vaholanki o'sha bolani qarasangiz, 1 yil davomida o'sha savolni bergan. 1 yil davomida u bola уже 4 ta programming o'rganib olsa bo'ladi-da. Borib turib shu narsani aytganman ekanmi, shunaqa kursingizni o'rgandim. Undan keyin tashqari sotdim degan bola. O'shanga uzr so'rayman deb turib bitta kurs pulni berganman. Pul to'g'risi yo'qotishga arziydigan narsa. Men borda, ya'ni qizing tashlab ketsa, keyin odam jimga chiqib, anaqa hayotini yo'lga qo'yib oladi. Eng to'g'ri yo'l topolmasangiz ham prosta yurib turish kerak. Dasturlash o'zini sotgan manga. Nimaga? Chunki freedom bor. O'zingiz xohlagan narsani yasa olasiz. Javohir, Rustam podkast boshladik. Ko'rsatdik. Sit and then we start. Let's go. Orada bir tekshirib qo'yamiz. Olyaptimi, olmayaptimi? Xo'p, keyingi podkastimiz Berlinda bo'lyapti. Germaniya davlatining Berlin shahrida Javohir va Rustam bilan bo'lyapti. Ozgina intro qilamiz. Meni ko'pchilik taniydi. Men uzun intro qilmaysiz va siz ko'proq intro qilasiz. Xo'p, men Google'da ishlayman. Myunxen shahrida Android Auto komandasida Android developer bo'lib ishlayman. Hozirda Rustam bilan Berlinga tashrif buyurganmiz, mehmon bo'lib, dam olish kunlarida hozir podkast olishga qaror qildik. Javohir bilan Rustam ikkovlari birga o'qishgan. Inhada o'zlari intro qilishsin qani. Birinchi men boshlayman, men Rustam. Siz boshlab qoling. Assalomu alaykum, yana bir marta. Xo'p, men ismim vaqtda ketgandek Javohir. Avvalambor rahmat podkastga taklif uchun. Javohir, hozirda men Germaniyani Yevropa va menejment biznes maktabida analitika va sun'iy intellekt bo'yicha magistratura o'qiyman. Undan tashqari Siemens kompaniyasida working student bo'lib ishlayman. Bakalavr Inhada Rustam bilan computer science bo'yicha birga o'qiganmiz 4 yil. Hozircha shuni yana qolgan detallar bo'yicha podkast bo'yicha gaplashib ketaveramiz. Rustam lisensini tashladi. Inha universitetini 23-yil bitirganmiz Javohir bilan. Shu t-shirtlar juda ham ko'rsatib yuribmiz. 1 yildan keyin Google'da Myunxen shahrida ishni boshladim. Hozir Android Automotive proyektida ishlaymiz Javohir aka bilan. Yonma-yon. Bu yoqda o'tirsam, Rustam bu yoqda o'tiradi deysiz. To'g'ri, men bu yoqda o'tirsam, Rustam bu yoqda o'tiradi. Gulda orqasida. Xo'p, Javohir, Berlin sizga yoqadimi? Shahar Germaniya davlat sifatida. Hozir gapirib bera olasizmi shu tarafdan? Berlin yoqadi. Nol ekan, yoqmaydigan tomonlari ham bor. Qancha bo'ldi o'zi kelganingizga bu yoqqa? Kelganimga 2023-yil o'qishni bakalavr bitirib, sentyabrda kelganman. Endi xo'p, Berlinda yoqadigan, yoqmaydigan tomonlari bor. Masalan, culture shock shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Ba'zi birinchi kelganimda ko'proq, endi masalan, menga haligi odamlarni o'zini har xil tutishi yoki boshqa narsalar unchalik niqmagan. Unga men ko'proq tolerant bo'lganman-da, ya'ni masalan, nima deydi? Sochlarini bo'yab olgan, unaqa qilgan har xil. Endi masalan, haligi har xil jonzotli, to есть masalan, har xil o'zini haligi har xil jins yoki har xil nima hayvon deb turib identify qiladigan odamlarni ko'rganimda, masalan, ekstremal holatlar bor. baribir sal bo'lsa ham nima bo'lganman, g'alati bo'lganman. Endi bu juda unaqa shok bo'lib ketmaganman. Qachon shok bo'lganman? Mana bu jimga borganimda, yoki saunaga borganimda, bular fully naked-da, juda ham, polni yalang'och bo'ladi. O'sha holat menga juda ham yomon ta'sir qilgan.
Men o'zim bormagan o'shanga. Eshitganman sauna haqida, yo'q men Ha. bormagan saunaga degan. Yo'q, umuman jimga borsangiz, Hmm. masalan, public jimga borsa, yerda ham shunaqa. O'sha narsa bo'lgan holat. Hmm. Endi yoqadigan tomonlari. Nima desam bo'ladi? Yoqadigan tomonlari qanaqa ma'noda chill city, odamlar, ya'ni bitta sizni o'zingiz bo'lishingizga o'rgatadi. O'zingiz yashaysiz, haligi o'zingiz xohlaganingizdek yashaysiz. Albatta buni endi yomon tomonlari ham bor. Masalan, odamlar juda ham crazy bo'lib ketib, masalan, o'z jinslarni o'zgartirib yuborib yoki deylik, bir masalan kimdir o'zini men itman deb yuborishligi mumkin. Har xil Lekin buni yaxshi tomoni, siz hech qachon birovni fikri bilan yashamaysiz. Hech qachon deylik, masalan, mana men qo'pol bo'lsa ham aytaman, qo'pol emas, prosta O'zbekistonda yurganimda masalan qanaqa ma'noda stillarimga e'tibor berardim. Ya'ni stillarim qanaqa? Masalan, paypog'im bilan oyoq kiyim nimasi tushishi kerak yoki shimim bilan nimani tushishi kerak. Bu yerga kelganman, bu yerga kelganimda hech kim qaramaydi. То есть sizga hech kim judge qilmaydi. Shuni aytay. Ya'ni judge degani o'zbek tilida nima? Bilmasam. Sizni sudit rus tilida u. То есть sizni ustingizdan hech kim hukm chiqarmaydi. Nima qilish kerak, nima qilish kerak. Siz o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, xuddi shunaqa. Degan ayniqsa bo'lgan Berlinda shunaqa. Shu tomonlari yoqqan. Sal anaqa konservativroq. Bizda janoq rang-barang bo'lib ketmaymiz. Sal solidniy yuramiz bu yerda. Shahar kattaroq ham Berlin, to'g'rimi? Bu yerda keyin har xil odamlar. Anaqa diversity ham ko'p-da. Har xil odam bor-da, har xil davlatdan, har xil ethnicity, har xil backgrounddan kelgan odamlar ko'proq endi. Myunxenda ham shunaqa bo'lsa kerak. No, bu yerda ko'proq unaqa level rate. Xo'p, endi savolni yakunlab qo'ydi. Qani, nima deydi? O'zi yoqadigan tomonlariga javob berdim, to'g'rimi? Yoqmaydigan tomonlariga ham javob berdimi? Ha, bo'ldi, bunisi. Javob berdim. Sizga yoqadimi hozir yashash? Ya'ni umuman shu yomon yaxshi taraflari olganda. Endi aytyapman, masalan, there is no one answer. Yoqadi, ha. Endi agar menda deylik, masalan, yoqish tomonlariga ko'proq tem bo'lib ham hozirgi yoshimda bo'lishi mumkin. Masalan, mendan agar siz buni 5 yildan keyin so'rasangiz, men boshqacha javob berishim mumkin. Hozir yoqadi. Tushunarli. Rustam, sizgacha siz birinchi marta keldingiz Berlinga. Men bu 5-6 marta kelishim Berlinda bo'lishim. Rustam uchun birinchi marta bo'ldi. Taassurotlar qanaqa bo'ldi sizda? 3 ta argument. Berlin juda ham katta. Juda ham do'rtki. Juda ham do'rtki emas. Birinchisi katta. Juda ham katta. Ikkinchisi, juda ham ko'p yoshlar bor ekan. Myunxenda o'rtacha yosh 30 dan plus. Metroga borsangiz, ko'chada yursangiz, 40 yoshli odamlar. Berlinda hamma yosh. Juda ham ko'p yoshlar. Har xil yoshlar bor. Har xil davlatdan. Ikkinchi argument edi. Uchinchi argument, kattaligi uchun chiroyli joylar ko'proq. Sizda ko'proq imkoniyatlar bor. Boshqa shaharlarga nisbatan. Myunxenda biz kompressiya qilmoqchi bo'lsak. Yo'q, city strukturasi nima deydi? Qanaqadir vibe boshqacharoq demoqchidir. Masalan, haligi, ya'ni hamma yo'q prям formal yoki hamma yo'q prям tekis yoki deylik anaqa emas. Ya'ni siz parklarga ham qanaqadir o'zlariga yarasha strukturasi bor-da demoqchiman. Ya'ni qanaqadir masalan prosta hamma yo'q clean yoki hamma yo'q tekis, prям kvadratga kvadrat to'g'ri kelgan anaqa emas. Anaqa ma'noda odam uchun qilingandek tuyuladi-da. Masalan, haligi naturality bor demoqchiman. Juda ham spokойно, juda ham komfortno. Konservativno. Shunisi bizga yoqadi, shunisi menga yoqadi, shunisi sizga yoqadi. Siz o'zingiz nima deydi, catch qildingiz Myunxenda? Berlindami? Shu Rustam aytganda yoshlar ko'p. Bu yerda endi men ham yoshim уже 30 ga qarab yaqinlashyapti. Men ko'proq Myunxenga to'g'ri kelaman. Rustam definition bo'yicha. Rustam Berlinga ko'chib kelish kerak. Sizlar millennial deysizmi? Nima deysiz? Sizlar shunaqamisizlar yo qanaqasizmi? Bilmayman. Biz Z. Millennial. Sizlar Gen Z'sizlar. Lekin Rustam Gen Z'ga uncha kirmaydi. Sal nima deydi? Millennialda habitlarini qiladi Rustam. Muzikalar eshitadiganligini, muzika TikTokka chiqib o'ynamayapti, nimagadir ko'rmayapti. Men sizga ko'rsatmayapti. TikTokka bor.
Shunaqa. Rustamga boshida kelgan unaqa Berlin juda yoqdi. Hmm. Vau, zo'r. O'sha yerda 1-2 oy kelib yashasam, ishlasam Sentrda bo'lar yurgan ekan. ekanmiz-da. Sentr yurgan. Keyin ko'proq explore qilgandan keyin shuni bu yerda yo bo'lmasa ekan. Mening yaxshi bo'lar ekan. Ko'p shahar haqida gaplashdik. Bu yerda nima qilyapsiz? Qaysi o'qishda o'qiyapsizlar? Ozgina gapirib o'tdingiz. Detalni gapiradigan bo'lsa, ESMT. Ha, qaysi turi? o'qishni o'zi nomi ESMT Berlin. Ya'ni o'sha Yevropadagi menejment va texnologiya bo'yicha biznes maktab. Ya'ni bu yerda bakalavr yo'q. Faqat magistratura yoki MBA yoki executive programmalari bor. Xo'p, bu biznes maktabda o'zi ko'proq mana shu masalan o'zi birinchi qanaqa ochilgan? Ya'ni 25 ta adashmasam katta kompaniyalar, nemis kompaniyalari navbatda birorta biznes school ochaylik, birorta joy ochaylik, ham u qolganlarga ta'lim bersin, undan tashqari bizni employeelarga ham, executive'larga ham mana bu Kandidatlar chiqarib bersam. kandidatlar chiqarib berish. Yo'q, kandidatlar chiqarib berishdan tashqari o'zimizni kandidatlarimizni haligi masalan deylik, mana kimdir masalan deylik birorta CEO bor yoki CTO bor, prям 15 yildan beri industriyada bor, lekin u bilmagan hali yangi topiklar kirib kelyapti. Kim bo'ladi masalan mana bu AI davrida, undan oldin hali masalan automationlar bo'lgan. O'shanaqa paytlarda biz keep up tursin, prям nimalar bilan up to date haligi обновить qilib tursin. То есть ora-orada bular o'shancha jo'natadi programmani biz o'qishga xodimlarni. U endi executive programmalardi. O'sha kelib boradi, o'rgatadi. 6 oylik shunaqa yoki 3 oylik kohortda programmalar bor. O'sha именно qaysi bitta skill bo'yicha trening qilib jo'natadi. O'shanaqa 25 ta kompaniyalar, katta kompaniya masalan o'sha Mercedes, Siemens, BMWlarni nimasida ochilgan. Allianz. Endi undan keyin magistratura ochishni boshlashdi. O'sha MBA ochgan, endi mana men kirgan yilimda master ochishni boshladi. Master in Analytics and AI. Shu bo'yicha o'qiyman. Inhaga taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerdagi quality of education, ya'ni ta'lim anaqasi sifati qanchalik yaxshi? Inha o'zimizning universitetlarda, Toshkentdagi. Endi agar faqat men qolgan universitet emas, masalan o'zi agar Inha bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Inha o'zi international university bo'lgan. O'zini nimasida ham, nima deydi, studentlarda average intelligence ham o'zi umuman nima o'ylayman, yaxshi bo'lgan, yaxshi levelda bo'lganda, yaxshi desam bo'ladi, yaxshi darajada bo'lgan. Qolgan universitetlarga taqqoslagan. То есть bu bilan qolgan universitetlar yomon demoqchi emasman. Ya'ni umuman masalan eng masalan top universitetlardan biri bo'lgan deyman-da. Va o'shan buni men sezganman. Kursdoshlarimning orasida. Umuman masalan o'zi alumnilarni networkga qarasangiz ham, Inhani alumnilaridan ham yaxshi rezultatlar chiqqan. Endi Inha bilan biz solishtiradigan bo'lsak, quality of education bu yerda yaxshiroq his qilganman. Sababi birinchidan bu yerda shunaqa e'tibor berishadi. Inhada ko'proq student olishgan, bu yerda kamroq student oladi. Ya'ni small tight community, anaqa nima deydi? Bir-biriga yaqin bo'lgan community qilish maqsad bu. Masalan, men Inhadagi hamma parallel o'qigan bolalarni tanimasligi mumkin, lekin bu yerda taniyman. Chunki bu yerda kam qilingan, lekin shuni hisobiga siz bilan birga individualniy e'tibor olasiz. Bu masalan o'sha career coachlar bormi? Masalan, men o'zim intervyu tayyorgarlik ko'rganimda, men bilan mock intervyularga mana career coachlar ishlagan. Undan tashqari, mabodo men masalan deylik kimdir struggle qilsa, o'sha qiynalsa ish topish uchun, unga полный individual approach qiladi. Ya'ni davayt biz bilan career cafe bor, keyin gaplashgin deb turib gaplashib, uni skilllarini ko'rib, hamma narsalarni ko'rib chiqib turadi orada. Resumiga feedback beradi. Resumiga feedback beradi. Masalan, mana men Bloombergda internship qilgan bo'lsam, meni employer recruiterlar bilan connect qilib oladi bular. Keyin meni skilllarim bilan match bo'ladigan boshqa birorta student bo'lsa, o'shani tavsiya qiladi. Ya'ni shunaqa qilib yaxshilab boradi. Endi deylik, bu o'qish faqat sizga ish topish uchun yordam bermaydi-da. Ya'ni umuman keyingi yo'llaringizni
umuman o'zingizda keyingi 5 yildagi qadamlaringizni discover qilish uchun yordam beradigan programmalar bor. Ya'ni siz umuman internship qilishni xohlamassiz. Siz entrepreneurship xohlaysiz. Ya'ni bular o'zlarining entrepreneurship hublari bor. Masalan, o'sha 3 oylik o'zlari qanaqadir birinchi deylik qanaqadir idea validation process, yana undan keyin o'sha ikkinchi kohortda nima deydi, incubator, accelerator shunaqa programmalar bor. Именно studentlarni o'ziga qiladi. Endi siz ularni o'qisangiz, ularga даже sizga kredit ham beradi. O'zlari mana bu katta kompaniyalardagi founderlar oralarida investorlar chiqadi, yana boshqalar chiqadi. O'shalar bilan bog'lab qo'yadi sizni. Ya'ni masalan deylik, ideyangizni уже validate qilib, ya'ni bu yerda katta oladigan narsa network. Judayam sizni yaxshi network bilan bog'laydi. Endi quality of education, savolingizni nimasi quality of education edi. Qualitative education menimcha men bu yerda ko'proq his qildim. Bu yerda chunki yanayam ko'proq meni o'zi nima sen fikrlayapsan, o'zi nima xohlayapsan, miyangda nima fikring degan narsalarga ko'proq e'tibor berdi-da. Ya'ni masalan meni title'im, grade'im, masalan professorlar judayam zo'r. Professorlar вообще top professorlar olib keladi. Ularning networklari zo'r. Ular bilan guest lecturelar zo'r bo'ladi. Yana nima desam bo'ladi? Top professorlar kim? Top professorlar masalan mana Oxfordda yoki nimada o'qigan yoki o'sha yerda PhD beradigan nimalar. Bizda professorlarimiz fixed emas. Ko'plari haligi visiting guest. O'zlarini ishi ham bor. Masalan yaqinda kelgan professorimiz bu o'sha Amazon AWS'da Qdan boshlanadigan Amazon Qmi degan anaqa servisi bor. servisi bor. AI nimadirlar bo'yicha, chatbotlar bo'yicha o'sha yerda senior principal machine learning engineer bo'lib ishlaydi. Uni просто visiting professor turib chaqirgan. Ya'ni u o'zining ishi bor. U просто bu narsalarda yutug'i siz именно industry experience'dagi yoki deylik industry'dagi knowledge o'rgatadi-da. Chunki men buni qachon his qildim? Men mana Siemens'da ishlayman. Siemens'ga meni kirishimga data science bo'yicha Siemens'da ishlagan professorim refer qilganda. Professorim refer qilgan. U bizga dars berdi. Dars bergani uchun biz Siemens'dagi o'sha AI departamentdagi eng katta AI headlarni chaqirdi lecture'ga. Endi men o'zi Siemens'da o'sha payt ishlayapman. Endi lecture'ga chaqirdi, undan keyin o'sha professorim masalan o'zi dars beryapti programma. Dars beryaptimda qarayapman, именно men haligi hozirgi paytda ishlab yurgan zadaniyalarimni yoki deylik problem challenge'larni prям dars qilib o'tyapti-da. Dars qilib beryapti. O'shanda keyin tushundimda, prям ya'ni masalan u o'rgatib turgan narsa eng haligi popular data science bo'yicha yoki deylik nimalar bo'yicha shablonlarga tushmasligi mumkin, lekin industriyada именно biznesda ishlatilib turgan nima bo'yicha o'rgatyapti-da. Bu faqat guest lecturelarda shunaqa bo'ladimi? Yo'q, o'zi. O'zi u odam o'zi ishlagan. O'zi ishlagan. Programmasini ishlab chiqib. Endi yo'q, masalan u o'zi ishlaydi. Unda hozir endi Siemens'da ishlamaydi, lekin o'zini kompaniyasi bor, found qilgan, lekin o'zi Siemens'da ishlagani uchun masalan u odam просто ishlab yurgan joyidagi narsani bizga nima qilib o'rgatyapti-da. Zo'r narsa-da, masalan. Google'dan yoki OpenAI'dan ham professor kelganda. OpenAI'da anaqasida nimasi kelgan. OpenAI'dan professor bizga guest lecture bo'lgan. Olyapmiz, sizga bitta bosib qo'yman. Oxirida tushunishni ham aytish kerak. OpenAI'dan birinchi yaxshi taraflarini aytsin. OpenAI'dan o'sha ikkita nima kelgan, mehmon kelgan. Birinchisi o'sha bizni Oxfordda o'qigan, bitirgan o'sha professorimiz bor, econometrics fanida. Uni networkida o'sha anaqada Oxfordda professor, ham keyin Meta'da advisor, OpenAI'da anaqa bo'lib ishlagan, researcher bo'lib ishlagan. Именно shu LLMlar bo'yicha o'sha odam keldi. Masalan, u odam kelmadi, то есть Zoom'da anaqa bo'ldi, network bo'ldi. Undan tashqari keyin bitta machine learning engineer bo'lib ishlagan odam keldi. Prям fizikskiy o'qishga. Shunaqa nimalar bilan, mehmonlar bilan chat bo'lib turadi. Lekin bundan keyin to yaxshi connect bo'ladi-da. Masalan, ya'ni bu universitet sizga
mana bunaqa qilishga o'ylaydi. Ya'ni sen bizga kelding, hayoting faqat masalan ishga kirishdan iborat emas. Ya'ni umuman hayoting uchun fundament bo'ladigan networklarni ham olasan degan ma'noda. Masalan, siz deylik, ertangi startap qilmoqchidirsiz yoki deylik umuman biznes qilmoqchidirsiz, biznes yoki deylik umuman nimadir boshqa proyekt qilmoqchisiz, ish qilmoqchisiz, o'sha paytda sizga kerak bo'lgan networklarni topishga oson. Masalan, universitetga professoringizga chiqsangiz, professoringizni o'zi ancha networki borda, shu qaraydi. U aytadi, mana odamga boring, mana odamga chiqqin deb. Va shu tomonlari yaxshi qilingan. Bitta narsa hozir aytib bergan narsalar bitta narsani eslatib qo'ydi. Biznes sohasida biznes management qiladiganlar ko'pi shunaqa environmentda yuradi. Ha. Bu nima deydi, biznesga emas, ko'proq IT sferasida shunaqa sistemani qilishibdi-da universitetda. Siz hozir 95% gapiradigan gaplaringiz bu potensiali bor, o'ziga katta niyatlar qo'ygan, o'ziga o'xshagan like minded sizni shunaqa atmosferaga bolalarni yiqqanda qanaqadir bitta tipa anaqaga environment qo'ygan, muhit qo'ygan. Qani bularda endi rivojlanish uchun har xil programmalar qilamiz, boshqa kuchli joylardan professorlarni olib kelib guest lecture qilib, successful muvaffaqiyatli odamlarni olib kelib bularga nima qilamiz. Plus coaching qiziq. Shunaqa, chunki men kursdoshlarimni ba'zilarini o'zlarini biznesi ham borda. Allaqachon. Startup borda. Men internshipga qarab yuribman, qidirib yuribman. U bolalar endi buni qachon bilib qo'yganman, to есть bilan gaplashyapman. Endi bolalar o'zi bet kelganimda hammasi har xil mindsetli bolalar bo'lganda, hammasi har xil background top bolalar. Juda ham bular bet kelganimda nima deydi, boshqacha уровень his qilganman-da o'sha. Ya'ni boshqa уровень deganimda, hali bu bolalar aqlliroq demoqchi emasman. Hali o'zimni boshqacha perspektivadan ko'rganman yoki deylik bu bolalarni faqat hali oldin gaplashib yurgan yoki deylik oldin fikrlashib yurgan bolalar emasda bular. Shu hammasi har xil joylardan top. Keyin masalan men to'rt tomondan gaplashyapman. Endi aytyaptiki, to есть podcast aytaveraman, to есть girlfriendim bilan yashayman deydi-da. Felix degan bola. Bu yerda oddiy holat, unaqa yashash. Girlfriendim bilan yashayman dedi. Endi gaplashib qolyapmiz kursdoshim bilan. Itlar haqida gap ketib qoldi. Itlar haqida gap ketib qoldi. Men hayronman. Keyin xo'p gaplashdik. Keyin haligi odam it haqida muhim gaplashyapti. Bo'lmasa u bola juda ham hali high anaqa graduate nima deydi, yaxshi baholar ko'rsatadigan bolada. Keyin itni temasini muhim, masalan biz to'g'risi itni unaqa muhim tema qilib olib chiqmaymiz. Ular endi muhim tema qilib olib chiqyapti menga. Shuni gaplashib turibmiz. Keyin aytayapti, girlfriendim bilan shu itimiz bor, itimizga boqamiz deyapti. Qayerdir nimaga olib borgan, veterinarmi, nimalarga. Har oy dedi 500 €dan qanaqadir buni расходы bor, отдельный dedi. Undan tashqari yana qanchadir 6 oyda birmi, qanchadir yana bir 1000 dan ko'p расход qilamiz deyapti-da. Itiga shunaqa ko'p расход qilyapti-da endi. Bo'lmasa student. Men shokdaman, to есть keyin turibman. Keyin u bola bilan to'xtachi, nimaga itga ko'p keyin gaplashdim birgalikda. Keyin shu bilan gaplashdim, profillari endi bizda hamma profil qilinadi. ESM o'zi birinchi kelganingizda sizga rasmingga oladi, professional nimalar bilan sizni profil qilib turib kompaniyaga jo'natadi. Sizni profillaringizni. Shuning uchun menga ESM o'zidan ham kompaniyalar chiqqanda, ish bor senga deb turib. Shunaqa xullas o'sha profillarda ko'rganimda, to o'sha founderligi, nima deydi, biznesi borligi. Keyin undan keyin u haqida qachon bilib qoldim? Bizda o'sha imенно haligi entrepreneurshipga ixtisoslashgan, ya'ni entrepreneurship with LLMs, ya'ni entrepreneurship with AI, shunga o'xshagan fanlar bor-da. Imенно LLM bilan, ya'ni software injenerlar qanday qilib turib yoki tech background bilan qanaqa qilib founder bo'lganlar yoki shunaqalarda fanlari o'tiladi. O'sha paytda o'sha bolalar kelib turib, masalan, aytyapti-da, menda mana bunaqa user bor, masalan, monthly recurring revenue bo'yicha shunaqa bo'lgan deb turib gapirib beryapti-da. Prям 3 ta ishchim bor deydi. Ularga to'g'ri internshipga borsangiz bo'laveradi. To'g'ri internshipga borsam bo'laver ekan deyapman. Shunaqa, ya'ni aytmoqchimanki, masalan, siz bular bilan gaplashganingizdan keyin sizda уже planga oshadi-da, ya'ni masalan, hayot faqat faynga iborat emas yoki deylik, ya'ni umuman hayot faqat karyeradan iborat emas, boshqa tomonlardan ham qarash kerak degan ma'no. Bu degani sizni kursdoshlaringiz, siz bilan o'qiydigan bolalar, qizlar yosh taraflama mana bir xil emasmi? Hamma yosh emas. Kimdirlar yoshi
Siz Endi aytyapsiz, qanaqadir asosan qurib qo'ygan lekin baribir ular ham yosh hali. 30dan past bolalarda emas. Masalan, men tengqurlari ham bor, Rustam tengqurlari ham bor. То есть, masalan, o'sha mendan 2-3 yosh kattalari ham bor. Lekin ko'pi, aksariyati 90% 30dan past. Tushunarli. Masalan, aytaman qarang, Indiyadan kelgan bolalar ham bor. Masalan, biz Indiyani faqat haligi hard working deb o'ylaymiz, lekin Indiyadan ham masalan, именно haligi o'zi konsult agentstvasi bor bolalar borda, ular keladi. Ya'ni ular ham то есть haligi sarlanib filtrda bo'lib kelganlari bor deganda. Shunaqa. Juda zo'r podkast bo'ladi. Gapirdik. Tuition fee qancha? Tuition fee, shuncha gapirganlarimiz endi yuvib ketadi. Yuvib Tuition fee 2 yillik programma uchun meni programmamga 34,000 euro. 34,000 euro. Men scholarship olganman. 24,000 ga tushganman. 2 yilga. 10,000 olgan ekansiz. Ha, shunaqa olganman. Shu pul arziydimi deb o'ylaysizmi? Shuncha mana hozir tugatyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? There is no right answer. Ya'ni aytib bitta answer yo'q. Masalan, hozir men aytib qo'yishim mumkin. Arziydi deb qo'yishim mumkin. Masalan, men holatimda arziydi deb yuborishim mumkin. Lekin mana Sizni holatingiz arziydimi? Men holatimda arziydi. Nega? Chunki endi masalan bu pul deylik masalan umuman bitta odam deylik 60 yil umr ko'rsin deylik o'rtacha. O'shandan boyog'i masalan o'qisangiz 2 marta o'qiysiz. 1 marta bakalavriat, 1 marta magistraturaga. Masalan men hozir bu 24,000 to'laganimda deylik 60 yilga yoki 60 yil emas, masalan mana 22 yoshligim, 24 yoshligimdan keyingi yilga bo'lib yuborsam, juda ham arzimagan summa bo'lib kelib chiqadi. Lekin bu yerdagi yoshligimdagi plankani o'zgartirishim yoki deylik mindsetlarim, bu yerdagi mindsetim o'zgarishligi. Men haligi O'zbekistondek anaqasidan mindsetdan kelgan bo'lamanda, bu yerdagi olgan mindsetlarim, bu yerda bo'lgan networklarim, bu yerda bo'lgan bilimlarim menga qaysi paytda juda ham katta bo'lib haligi nima deydi? Anaqa bor. Return of investment bo'lib qaytib kelishi mumkin-da. O'zi allaqachon qaytyapti ham deb o'ylayman. Men hozir tushunishimcha, siz ancha yetarlicha sizni yoshingizga, sizni karyeringizga nisbatan ancha muvaffaqiyatga erishdingiz. Bloombergda internship qildingiz, nimaga emas. Hozir Siemensda ishlayapsiz. Amazondan offer oldi. Amazondan offer oldingiz. Amazondan offer olib bordingizmi? Yo'q, Amazondan offer olib o'sha Bloomberg tanlagan hisobiga Amazon o'zi cancel bo'ldi. Internship edi. Bilmadim unaqa publiclymidi, lekin anaqadan return offer olgansiz Bloombergdan. Qaytib bormoqchisiz agar boshqa planlar bo'lib qolmasa. Bu o'ylaymanki yetarlicha unaqa allaqachon arziydi. Endi aytishim kerak, Bloombergga internshipga ham indirectly o'qishimga yordam bergan. Directly emas, indirectly yordam bergan. O'zi qachon aytib beraman buni storiyasi? Hozir aytib beraveraymi? Hozir aytib bering. Bu anaqa yo'q ochiq. Xolos shunaqa bo'lgan. Anaqa nima deydi? Anaqa muzika qo'yadi. Qo'yaram. Nashida. Yaqinda bitta o'rtog'im Instagramda video tashladida. Kiyimni kiyintirasiz, kiyimni obzor qilyapti. Namanganda bolalar, Namangan Shevada. Shimni qanchaga olgansiz, qayerdan olgansiz, telefonni qayerdan olgansiz deyapti. Har bittasiga haligi nomer aytyapti. Menda $550 desa, shiqqinga chiqadi. Haligi qo'l anaqada, manual ovozda chiqadi. Shiqqinga chiqadi dedi-da. Undan krasniy xudishlar. Bu masalan men tuishimni ham shiqqinga chiqarib qo'yingda. 24,000 şeyda shiqqinga chiqar. Xullas, indaklar yordam berganda ham qanaqa o'zi aslida bizga aytganimdek guest nimalar keladi, undan tashqari kompaniyalar keladi. Chunki masalan top business school deb, top ranking business school deb maqsiz o'zi umuman bular o'zlarini umuman o'zi Germaniyada ko'rganimda eng top business schoollar ro'yxatida bu biz o'qib turgan o'qishimiz. O'shani hisobiga keyin bular bizni career anaqalarimiz, servislarimiz boshqa kompaniyalar bilan partnership qilgan. Partnership emas, to есть rekruterlar ular bilan nima qilgan. Menimcha keyin ular necha ranki bo'lgan uchun o'z mana men shundan keyin bilganman, ya'ni top kompaniyalar ayniqsa Londonda bu narsa ko'p ekan. Keyin aytib beraman, Bloombergda internshipdagi olgan insightlarimni albatta ham mana shu narsalar olganman. Xullas, ESMTda
keladi ko'p kompaniyalar. Masalan, Bloomberg ham kelgan, Amazon kelgan, TikTok kelgan, yana shunga o'xshagan, то есть top kompaniyalar eBay masalan keladida, o'zlarini prezent qiladi. Prezent turib, keyin undan keyin rekruterlar bilan sizda direct connect qilishning shansi bor. Keyin undan keyin ular sizni intervyuga o'sha kohortdan chaqirishi mumkinda. Xo'p, menda qanaqa bo'lgan, то есть bir kun o'tiribman, LinkedInda menga invite keldi. Rekruterdan. Bloomberg rekruteridan. Johir, seni ko'rib qoldik. Bizni endi qarasam Londonda. Bizni London timimiz anaqaga boryapti. Berlinga boryapti. Mana kuni presentation uchun kuni erta internship, keyin full time careerlar bo'yicha presentation bo'ladi dedi. Menga tashladi, qaradim. Software engineering, yana undan tashqari nima deydi, marketing, news, yana sales bo'yicha yozilgan. Keyin men aytdim, men prям data science, data engineering bo'yicha qidiryapman. Data science engineering bo'yicha ham bormi desam, ha, bizda imенно data department bor dedi. Data department u bo'yicha ham gaplashamiz dedi. Keyin ular bilsam o'sha rekruter LinkedIndan как hunt qilib turgan bo'lganda, top nimalarni, nima deydi, studentlarni shunaqa qilib topib ular taklif qilgan. 50 tachami bolani Berlindan source qilgan. Boshqa mana TU Berlin, shunaqa yana deylik Potsdamdagi qaysidir o'sha bittagi universitetlardan chiqqanlarda source qilib turib chaqirgan. Endi keyin men uni u payt men demak omadim kelib qolibdi. То есть men nima deydi, juda ham profilim zo'r bo'lsa kerak, shuni chaqiribdi deb o'ylaganman endi. Keyin o'sha menga invite kelgandan keyin 3 kundan keyin ESMTda announcement bo'lyapti. Bizga Bloomberg kelyapti. Mana bu kuni registratsiya qilinglar eventga. Masalan, Google ham kelgan. O'sha eventga registratsiya qilinglar, kelinglar deyapti. Endi hayron bo'ldim. Menga juda ikkita invite berdi shekilli. Ya'ni men rekruterni o'zidan ham oldim, ESMTdan ham oldim. Endi ESMTga qilmasam ham bo'laversa kerak deyapman-da. Keyin qarasam, lekin ESMTni date boshqa kun. Meni invite qilgan date boshqa kun. Keyin hayron bo'ldim. Bular ikkalasi ikki xil eventmikan deb dedim-da, keyin ESMTga event registratsiya qilib, ESMTga ham bordim. Shunda gaplashdim, Bloomberg polniy terminalni fotolarni nima qildi. Rekruter keldi, faqat u payt rekruter bizda sales analytics pozitsiyalariga hire qilgan ekan. Data emas. Keyin o'sha payt bordim rekruter oldiga. Menga endi u payt indamadi rekruter bizga. Keyin payt menga men bordim rekruterga aytdim. Ertaga event qilyapsizlarmi Berlinda dedim. Ha, men qarab, qaydan bilding deyapti. Qaydan bilding sen deyapti. Yo'q, menga dedim rekruter boshqa rekruter taklif qilgan edi. Dedim, agar taklif qilgan bo'lsa borgan dedi. Endi borgan dedi. U boshda indamadi, u to'p qilib. Keyin men bordim. Keyin demak u dedi data bo'yicha bo'ladi. Keyin borsam haqiqatan u prям machine learning, data engineering departmentlari uchun event bo'lgan ekan. Lisensiya bo'lgan, u hamma universitetlar uchun bo'lgan. Keyin o'shanda keyin rekruterlar bilan gaplashdik. Keyin o'shandan keyin nima deydi, rekruterlar aytgan, bizda shu pozitsiyalar bor. Sizlar topshirib qo'ysanglar, waitlistda birinchi chiqsa, sizlarni rezyumelarni ko'rib chiqamiz. Keyin o'shandan keyin ma'qul bo'lsa intervyuga chaqiramiz degan. Keyin o'shandan keyin men kallamga tepgan, по-моему, meni o'qishimning nomi bularga tanish bo'lgan rekruterga, familiar bo'lgan. Chiqqanida men titlimda yoki o'qishimda ESMT chiqqanda, chunki o'zi ESMTga bular qanaqa partnership bir nima keladigan nimasi bo'lgan. O'sha hisobiga chiqqanda, keyin endi menga haligi nima deydi, baribir familiar bo'ladi. Masalan, siz West o'qigansiz. Siz deylik rekruter bo'lsangiz, nimadir hire qilasiz, bitta bola Vyutdan chiqib qolsa, masalan, chiqib qolsa, sizga familiar-da, hire qilmasangiz ham sal bo'lsa ham shu bolaga yon bosasizda, bias bo'lasizda. Masalan, kim ekan bu deb tanlab ko'rasiz. Masalan, menda ham shunaqa odam, bu odam o'shaning hisobiga shunaqa bo'lgan deb o'yladim o'zimda. Indirectly yordam bergan deb o'yladim. Nomi. Shunaqa bo'lib turib boshlanib ketgan. Shuni aytmoqchi edim. Yaxshi. Qiziq bo'lgan, gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimizdan bu mana Rustam o'qishni bitirib 1 yil ichida Google'ga keldi, dasturchi bo'lib ishlayapti. Mamlakatda
It's really cool. Bu yoqda Javohir Bloombergda internship qildi, mana return offer olgan. Siemensda ishlayapti, balkim vaqti qolsa Siemens haqida ham gapirsak bo'ladi. Nufuzli, masalan, networki katta bo'lgan SMT magistratura qilyapti SMTda Berlinda. Hali shahar cho'tkiligi. Shahar cho'tkiligi. Hozir podkastga chiqib bormoqchimiz. Xo'p, meni savolimga aytadigan bo'lsak, sizlar bu narsani o'qishni bitirib sirazi qildilaring-da. Ko'pchilik uchun bu oson narsa emas. Endi 4-kursni bitirganda men o'zimdan qiyos, o'rtoqlarim, kursdoshlarim to'g'ri men o'sha dasturlashda ishlardim, o'zim nimadir yo'lim topib olgandim karyeramda. Ko'pchilik uchun yo'qolib qoladi o'zini. Endi nima qilaman? Endi yana magistratura qilamanmi dars yoki ishlashim kerak, nima qilishim kerak degan dilemma bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, o'sha universitetni bitirganimdan keyin meni tayyor yo'llar kutib turibdi, o'zim olib ketadigan. Endi u holat boshqa. Sizlar shu holatda juda muvaffaqiyatli boshlandida karyerani o'qishdan keyin. Shuga nima sabab bo'ldi? 4 yil davomida nima qildilaring universitetda, Inhada? Что sizlar mana shu holatdasizda hozir. Nimalar muhim bo'lgan deb o'ylaysiz? Rustam boshlasin. Rustam, nima fikringiz bor sizda? Juda ham qiziq savol, juda ham muhim savol. Universitet vaqtida biz nima qilganmiz? Universitetdan keyin hozir boshqa davlatda nufuzli kompaniyada ishlaganmiz. Inxda keladigan vaqtim, kirgan vaqtim 9-yil dasturlashni man bilmasdim. Kompyuterni ishlatishni bilmasdim uncha yaxshi. 5 yildan keyin Google'da ishlayapman. Xo'p, olyapmiz degan 35 minut hammasi joyida. Sizni yuzingizga bosib beraman shu cho'lga chiqishga. Orada bir soat uzib olasizmi? Bir to'liq olasiz. Shu. Xo'p, Inxada birinchi oy ketyapti. Inxadagi bolalar boshqacha bo'lgan. Men Samarqanddan kelganman. Samarqandda maktabdan keyin birdan universitetda o'qish va bunaqa universitetda o'qish ko'ryapman, bolalar nimadir qilyapti. Bizni tepadagi kurs, 3-4-kurslar ular ishlayapti. Ular dasturlashdan qanaqadir applar yozyapti. Men hech narsani bilmayman. Menda ham xohish paydo bo'lgan. Bunday qilsa bo'lar ekan, bunday qilsa bo'lar ekan. O'zimizni kursdoshlarimiz ham universitetdan oldin 3 yil, 2 yillik tajribasi bilan kelgan, dasturlashni biladigan bolalar bilan qo'shilib, ular dasturlashni o'rgatgan. Birinchi if else conditionerni for qanaqa yozishni wow degan. Birinchi hello world boshqacha bo'ladi menda. Shunaqa. Universitet vaqtida birinchi kurs faqat universitet darsliklariga fokus qilganman. Biz C++ ni o'rganganmiz. Boshqa fanlar ham bor edi. Birinchi kursdan keyin Pythonga o'tganman. O'zim o'qishni boshlaganman, Pythonni o'qiganman, undan keyin dataga o'tganman, machine learning, computer vision qilib yurardim. Ikkinchi kurs boshlandi. Ikkinchi kursda ham universitetni faqat darsliklarni fokus qilardim. Lekin darsdan tashqari o'zim ustunda ishlardim. O'zim boshqa narsalarni o'rganardim. Ikkinchi semestrdan ikkinchi kursni ishni boshladim. Shu ML bo'yicha, data bo'yicha ishni boshladim. 3 oy ishladim Uzinfocom kompaniyasida. Chiqdim. Keyin EPAMdan offer oldim. EPAMda 2 yil ishladim. Junior bo'lib kirgandim. Big data bo'lib, middle'ga o'tdim. Boshqa pozitionda keyin seniorga o'tdim. Bu yerda point universitetda ham juda ham yaxshi o'qirdim men. Universitetdan tashqari ham ko'proq ish qilardim. Kuniga 11 soatlab ish qilganman. Shu effekt bergan. Kuniga ertalabdan uxlaganimgacha faqat dasturlash bo'lgan. Shunday qilib 2 yil o'tgan. Birinchi ishni shunaqa topganman. EPAMda kirganimdan keyin undan oldin internshiplarga topshirardim, fan kompaniyalarga, Google'ga, Microsoft, Facebook'ga topshirib turardim. Birinchi intervyuni Facebook'dan olganman. Fan kompaniyasida 3-kursimda. Men O'zbekistonda Inxada o'qiyapman. Intervyuni fail qilganman. Lekin bu fantastika bo'lgan. Men uchun O'zbekistondan turib intervyu o'tib borsa bo'lar ekan deb xayollar kelgan shu vaqtda. Bular qanaqa validation olgansiz, rejection olgan bo'lsangiz. Hech kimni bilmasdim bunaqa qilganini. Men birinchi deb o'ylaganman. Birinchi O'zbekistonda turib shunday qilganman deb. Undan keyin Litkod yetishni boshlaganman.
undan oldin yechmasdan algoritm data structure knowledge bo'ladi universitet vaqtidan. Lekin undan keyin Facebook'dan faildan keyin boshladim yechishni. 1 yil 22-yilda 1 yil juda ham ko'p ishladim problemalarni Lidcode'da. 4-kurs kelyapti. 4-kursdan Bloomberg'dan intervyu oldim. Bloomberg'dan intervyularni hammasini o'tdim. Internship edi. O'zbekistondaman. Lekin offer berishmadi, chunki kech qoldim. Vaqt olgandim, tayyorlanish uchun vaqt beringlar, tam 2 hafta, keyingisiga yana 1 oy beringlar deb o'zimga uverena emas edim. Bu xato ekan. Shunday opportunity keldimi, birdaniga ishlatish kerak uni. Olish kerak. Shunaqa. Xo'p, mayli. Bloomberg'ga ham bo'lmadi offerim. Universitetni bitirib Google'ga topshirganman. Boshqa kompaniyalarga topshirganman, lekin Google menga yozib qo'ygan. Eng qizig'i hammasiga men prosta rezumeni topshirardim, saytiga borardim. Rezumeni topshirardim, menga yozishardi 1 haftadan keyin, 2 haftadan keyin. Google 3 kundan keyin yozgan menga. Google intervyusini o'tib keldim bu yerga. Xo'p, Point. sizda qanaqa bo'lgan shu jarayon? Aytib nimalar bilan band bo'lganlarini, qanaqa impression? Yo'q, hozir Sizda qanaqa? to есть masalan nima qilganini aytdimi yoki bu yerga qanday Qanaqa kelganini qilganini aytdi. aytdi. Ha, Hozir endi siz savolingiz biz sekin javobga boramiz degan Ha. umiddaman hozir bu Ha. yerda. Siz birinchi aytib bering, jarayonda nima qilgansiz siz? Keyin gaplashsak bo'ladi. Siz nimani to'g'ri qilgansiz yoki nimani qilmagansiz, yo nimaga ko'proq fokus bergansiz? Ikkalaring что hozirgi holatdasizlar. Endi nima desam bo'ladi, Rustam o'zi hard working bola bo'lgan. Menda unaqa bo'lmagan. To есть ya'ni hard working deganim, ya'ni o'qishda juda ham qattiq o'qishga berilmaganman. To есть to'g'risi. O'zi aslida nima bo'lgan? Menda Inha kirishimdan oldin programming knowledge bo'lgan C++dan. U ham interesting story-da. Короче, men litseyda o'qib turgan paytim bo'lgan. Maktabni bitirib birinchi maktab bitirganimdan keyin 2-yil haqida gap ketyapti. U payt masalan moliyaviy tomonlama masalan uydan ham ko'p pul ola olmasdim. Lekin bilganman, что men programming o'rganishim kerak. Qayerdan bilgansiz? Chunki men Inhaga kirishim aniq edi-da. Inhaga kiraman deb yurardim. Inha bu to есть IT bo'yicha nima, ya'ni men o'zimni o'sha programming bo'yicha ko'rardim. Lekin u payt men uchun programming dunyosi bir xuddi uzoqdagi nima bo'lgan, lekin uni o'rganish uchun prosta dasturlash degan narsani o'rganishim kerak degan xayol bo'lgan. Keyin o'sha payt dasturlash bo'yicha kurslar deb Google yozganman. Yozganimda juda kuchli o'qituvchi bor, ko'pchilik dars uchlarni mentori Qudrat aka degan, Qudrat Abdurahimov degan. Hozir Tatuda professor dars beradi. O'sha akani anaqa kurs chiqqan. Adashmasam o'sha payt narxi esimda 120 ming so'm edi. 120 ming so'm. 8 uni sizga sotib olsangiz, adashmasam sizga disk berarmidi, keyin kodi beradi. Keyin men uni pulim yetmagan olishga, lekin orasi olishni xohlaganman. Keyin bilmayman qanaqadir o'sha payt yoshim 17 da bo'lgan. 17 da bo'lgan, endi har xil nima deydi? Anaqa illegal yo'llarni qidirganman olishni. Illegal yo'llar qidirganman. Keyin topganman bitta boladan. 60 mingami topganman. Keyin olganman. Endi u kursda o'rganishni boshladim. Уже haligi looplar mavzusiga kelganimdan keyin, for else mavzusiga kelganimdan keyin menda boshqa lampochka yondi. Endi shu programmani sotsam-chi, shu kursda degan xayol bo'lyapti-da. Уже aqini o'rganmayapman. Keyin shunaqa narsa bo'lgan. Endi uni o'rganishda nima limitim bor deganman sotishda. Sotishda limiti siz kursni bersangiz, kompyuterda qanaqadir unique ID'siga qarab turib avtomatik anaqa password dynamically generate bo'ladi. U kompyuter uchun. Masalan, meni kompyuterimda ishlagan kod siz kompyuterda ishlamaydi. Sizga bersa, sizda boshqa kod terish kerak. Uni qanaqadir algoritm bo'lgan. Haligi shifting bo'yicha. Masalan, boshida sizni serial raqamingiz chiqaradi, endi paytga password chiqaradi. Uni siz Qudrat akaga tashlasangiz, u o'zini qanaqadir algoritm bo'yicha encode, decode qilib sizga beradi-da. Keyin endi men uni topishim kerak bo'lgan. Menda
bitta pattern bor. Ya'ni o'zimni passwordim bor, o'zimni seriyam bor. Endi men uni yozib chiqqanman. To есть qanaqa pattern bor bir-biriga, nima algoritm bo'lishi mumkin, bu password bilan qanaqa bog'liqligi bor, yozib chiqqanman. Bitta data Уже point. kurs qolib ketgan. Tushunasizmi? Men уже mana bu o'ylayapman. Hack qilish Keyin kerak. endi qaraganman onlayn qanaqa shunaqa litsenziya bo'yicha kurslarni, to есть litsenziya bo'yicha programmalarni dekod qilsa bo'ladi degan kurslar qidirganman YouTube'dan. U payt qarang, endi internetga ham pul yo'q. U payt nima qilardim, haligi Do It degan servis bo'lardi. Kechki payt 9 dan yo kechki payt 1 danmi, ertalab 9 gacha 5000 so'mga bersangiz, unlimited. Beeline-damidi? Ha, Beeline. Shunaqa. Men ham ko'p ishlatardim o'z paytida. O'shani yoqardimda, bir kun kecha shanba kuniga tayyorlanib, hamma oldin notebookga qaysi topiklar kerakmi o'shalarni yozib olardimda. Ertalab kechki payt 1 dan ertalab 9 gacha polni research qilib, researchlarni not qilardim, videolarni download qilardimda. Keyin o'shalarni ko'rib chiqardim. To есть nima qilyapti, programmalarni tortib. Keyin shunaqa bitta programma topganman. Boshqa yo'llardan sinab ko'rib bo'lmagan. Keyin bitta programma bo'lgan, u o'sha bir nima debugger degan. Ya'ni anaqani programmani kodini nimanidir terganingizda ichida nimasidir ochib beradimi, shunaqa narsa bo'lgan. U kodini enkod qilib beradimi? Ya'ni Bilmayman, shu sizga qanaqa beradi, uni qanaqa kodini chiqarib beradi. shunaqa bo'lgan shekilli, lekin men aytyapman, u programma ishlashini bilmayman. Men faqat xayolim uni passwordini qanday olib olish bo'lgan. Boshqa kompyuter bo'lgan. Ukamning kompyuterini ber deganman. Bir hafta ishlatmaysan deganman. Olganman. Bir hafta faqat uni test qilyapman. Ligidan ochyapman. Kod bormi? Teryapman, ishlamayapti. Keyin nimadir bo'lib, qaysi payt ishlab qolgan. Bingo. Keyin sразу uni kodini yozganman. Menda уже ikkita data point bor-da. Keyin ikkalasini topganman patternni. Anaqani yozib chiqib, уже qanaqa shift bo'lyapti, alfabetdan nechta shift bo'lyapti, orasiga nima harflar qo'shilyapti, shuni topganman. Keyin boshqa bitta tanishimning kompyuteriga sinab ko'rganman, ishlagan. Keyin shu bilan for loop bo'yicha o'rgangan kursim bo'yicha programma tuzib chiqqanman. To есть seriyani tersangiz, kod generate qilib beradigan. Keyin shuni gruppada qidirish boshlagan. Shu kurs kimlar qidiryapti. Sotish boshlaganman. 5 tami kurs sotganman. Sразу. Qarasam уже men boyman-da. Kurs sotyapman, 100 minglik kurslarda 60 ming, 50 mingdan shunaqa sotgan, 4 dan 5 ta kurs sotganman. Keyin o'sha paytda 5 ta kurs sotganimdan keyin bir payt Xudo shu ko'nglimga solgan, to есть yomon narsa qilyapman. Ya'ni to есть halol bo'lmagan birovni narsa bilmayman. Xudo ko'nglimga solgan o'sha payt. It didn't feel right. Ha, lekin men o'sha payt Toshkentda bo'lmaganman. Farg'ona shaharda bo'lganman. Toshkentga men kelolmayman. Chunki men juda ham oddiy bola bo'lganman. Men даже uyda masalan deylik 2 soat kech qolsam ham report berishim kerak bo'lgan. Endi ko'nglimda o'tyapti, Toshkent litseyga perevod qilaman degan xayol bo'lardi. Toshkentga borsam, birinchi bo'lib shu akani oldiga boraman, borib turib roziligini olaman degan xayol bo'lganda. Keyin endi shunaqa qilib turib, Xudoni anaqasi bilan 1 yildan keyin Toshkentga perevodim o'xshaganda. Toshkent perevodga borganman, qarang. Birinchi kuni borganman, litseyga borib, Toshkent bilmayman. Ikkinchi kuni tartibini qidiryapman. Haligi Qudrat akani dasturlash kursida kontaktda bo'lgan. Kontakt yozganman. Assalomu alaykum. Men javobman. Qudrat aka, sizda muhim gapim bor. Aytmaganman, nima mavzudagi muhim gapim bor, siz bilan ko'rib gaplashib olsak bo'ladimi? Men boraveraman oldiga deganman. Aka ham bilmayman, tushunib turganmi bilmayman. Aytganda, bo'ldi, mana kuni, mana soatda bo'sh bo'laman, universitetdaman deganda, hayron bo'lganman. Keyin bordim. Borib turib shu narsani aytganman akami, shunaqa kursingizni o'rgandim. Undan keyin tashqari sotdim degan bola. O'shanga uzr so'rayman deb turib bitta kurs pulini berganman. 120 ming deb, uydagilar bir oyga bergan pulni berganman. Qolgan 4 ta kursga sotgan pulim yo'q. Lekin yig'ib beraman degan. Desam, pulganni aka, bo'ldi, qo'yganiga roziman degan. Men shunga aytadi, qo'yganiga roziman, shart emas degan, nomerini ber degan. Nomerini berganman. Javohir farg'onalik shogird deb saraytib qo'yishgan. Shu bilan keyin qaytib ko'rishmaganman aka bilan. Nol aka o'shanda shu o'zim ko'nglimda qanaqadir nima bo'lgan. Shundan keyin menda hech qanday kursni tekinga olish anaqasi bo'lmagan. Masalan, Udemy'larda bilsangiz tekin kurslar chiqib ketadi. Olmayman. Tekin emas u. Pulim bo'lsa, ya'ni crack olmayman. Ya'ni pul sotib olib olaman. Endi shunaqa qilib boshlangan ular. C++ shunaqa o'rganganman. Forloopgacha. Ha, forloopgacha bo'ldi. Undan keyin tashlaganman, universitetga tayyorgarlik bo'lgan. Keyin kirdim. Kirganimdan keyin o'sha birinchi kurs C++, birinchi kun men kirganimdan keyin orada men yana research qilib yurganman. Ya'ni
o'zim IT industriyada qanaqa sohalarda o'zi qanaqa haligi yaxshi uspешный successful holatlar bo'lgan. O'sha payt bitta o'yin chiqqan Flappy Bird degan. Angry Bird. Yo'q, Flappy Bird deydi. То есть orada bossangiz nima sinov yuradi. Ha. U viral bo'lib ketib qolgan, addiktiv bo'lib ketganda, chunki odamlar bitta endi nimaga yetib borishdan oldin yig'ilib qolsa, hozir yana qaytib boraman deganda bo'lib ketganda u $900,000 revenue generate qilib yuborgan qanchadir muddat. Addiktiv bo'lib ketib turib, buni olib yuborishgan Play Store'dan, App Store'dan. Keyin endi men bilmayman, Androidda kod yozishdi. Borsam, o'sha Mahmud bilan Sohilbek kursdoshimiz, ular Android bo'yicha nimasi bo'lgan, kurs olib yurgan. Qarasam ikkalasi nimadir qilib o'tiribdi. O'sha imенно Android bo'yicha. Keyin bordimda, dedim, bu bolalar bilan gapim bor dedimda. O'tirishibdi. Masalan, o'tiribdi, shunda kelyapman. Salom, men ismim Javohir deb keldim, orqasidan bordim. Yaxshimisizlar bolalar? Men ismim Javohir. Dedim, bolalar, ha, yaxshi, rahmat. Sizlar bilan ko'rsatganmiz. Ular Androidda nima qilyapsizlar? Ha, bitta ideya bor edi deganman. O'sha birinchi kunda ideya bor deganman. Nima degan? То есть shu mana o'yin bor, Flappy Bird deganman. Shu remote qilyapti. Shuni qilaylik deganman. O'zbekcha. Bolalarga. O'zbekcha. Ketmondagini sizlar qilmaganmisiz? Yo'q, uni qilmagan. Davay, qilaylik deganman. Vash oson deganman. Bolalar. Davay bo'lmasa bitta kurs olib berdik deyapti. Keyin PDP'ni kurslarini topishni boshlab, shunaqa qilib Android kursga borishni boshlashdi. Keyin meni chaqirishdi. Men lekin bormaganman. Men то есть o'zimda Android developer emasni ko'rmaganman kelajakni, to'g'ri. Men uchun haligi masalan savol berganimda, ya'ni 30 yoshimda, endi u payt 30 yosh men uchun, hozir masalan siz yoshsiz, lekin u payt 30 yosh men uchun katta yosh, haligi qari yosh ko'ringanda, ya'ni 30 yoshimda ham shu ish menga passion beradimi, yo'qmi degan savol bergan. Jiz etmagan. Keyin qarayapman, boshqa kimdirlar masalan game development libraryda, kutubxonada hamma bola o'tiradi, birinchi kurslar nimadirlar o'qib tayyorlanib, darsdan tashqari hamma lekin hardwork, hamma nimadir ustida ishlayapti, o'rganib. Kurs o'rganyapti, yana kimdir deylik backend o'rganyapti, kimdir web developer, kimdir уже prям freelance qilib client olib o'tirib birinchi kursda. Shuning uchun infrastruktura bo'lgan. Keyin lekin men yo'lim topolmayapman. Men research qilib yuribman, nimalar yaxshi ketyapti. Keyin shunaqa qilib 1 yil umrim ketgan, hech narsa qilmagan. Keyin 1 yildan keyin menga haligi o'sha payt qanaqa bo'lgan, o'zi sexiest job of 21st century is data science degan narsa o'qib qo'yganman. Medium mana o'qib yurardim-da. Keyin shundan keyin data science qiziq shekilli deb turib qaraganimda o'sha ML nimalar bo'lgan. Menimcha shu menga qiziqroq deganman. Keyin shuni o'qishni boshlaganman. Keyin o'sha payt yana bitta narsa boshidan mindset to'g'rilaganman. Ya'ni nima bo'lgan? Endi bitta hamma toplar ochiqona aytiraman. Birinchi kuni Inxonga kelganimda, bitta yotoqxonadan, undan oldin Sirojning to'g'ri yotoqxonadagi o'rtog'im bilan birga turganmiz. Inxonda birinchi etajda turibmiz. Qarasam, ota-onalar kelyapti. Qarasam, o'shanda graduation ceremony bo'lyapti, 4-kurslar uchun. Graduation ceremony bo'lyapti. Bitta amakim ko'rganman. 19-yilda. 19-yil, ha. Graduation ceremony bo'lyapti endi o'sha payt. Endi men uchun qiziq, biz uchun. Haligi biz birinchi kurs bolalar, biz uchun Inxodagi Microsoft logosi ham qiziq-da o'sha yerdagi. Tushunasizmi? Kompyuterlar deb endi o'sha payt o'ynab kulib, anaqa qilib yuribmiz. Qaradik, anaqa turibdi. Qaradim, surxondaryolik bobo kelgan. Anaqa telpaklar bilan o'tiribdi oldimizda. Endi u bilan gaplashib qoldik. Assalomu alaykum bobo, qanaqa? U bizga endi kakali nasihat qilib, nima qilganda gaplashib, bolalarim qanaqa, qayda o'qishda? Aytdim, bilsak o'sha boboni nevarasi bitirgan ekan o'shanda. Endi biz so'rayapmiz, qanaqa bo'lyapti? Nevarangiz yaxshi o'qidimi? Ha. Endi biz birinchi kursimiz. Bizga hali biz 4 yil bizni hayotimizda bir 15 yilda turibdi oldimizda. Endi shunaqa ko'rinyapti-da. Keyin undan so'rayapti. Nima, qanaqa ishda ishlayapti desak, mana ishda ishlayapti. Keyin nariga o'rtog'im haligi dehqonni bilmaysiz, u biraz oylikka qiziqdi. Biznesmen. Oylik qancha olyapti nevarangiz dedi. $500 olyapti dedi. Keyin men aytdim boboga, nima deb o'ylaysiz? Bu yaxshimi o'zi? Men uchun $500 summa qanchalik bu katta yoki kichkina degan tushuncha unchalik
yaqqol bo'lmagan o'sha payt, clear bo'lmaganda. Ya'ni $500 bu o'zi Kattami, katta kichkinami? katta pulmi, kichkina pulmi, o'zi bu bilan nimalarga yetsa bo'ladi. Men uni olib pul topganman, masalan $100 pul topganman ishlab, lekin baribir haligi to есть ishni bitirgandan keyin $500 qanday qaraladi aholida shu narsani bilmaganman. O'zidan so'raganman, mana shuncha kontrakt olasiz, qanaqa desa, qarab tur. deganda, ha yo'q deganman. Keyin o'shanda menga qanaqadir haligi kimdir haligi boshim chertkandek bo'lganda, ya'ni nima deydi, qara endi bu milestoningga bu tomoni ham bor, bu tomonini ham o'ylab qo'yishing kerak degan ma'noda nima bo'lgan. Ha deganman, keyin shundan keyin xayolim sepgan, ya'ni o'qishni bitirganimdan keyin meni ishga qarab turishibdimi, kutib turishibdimi deganman. Javobim to есть yo'q bo'lgan. Baribir hamma narsa o'zimga bog'liq bo'lgan. Shundan keyin xayolim bo'lgan, menda уже o'qish 2-darajaga tushganda, career 1-o'ringa tushgan. Men maksimum harakat qilganman. Internship topishim kerak. Iloji boricha experience olishim kerak. O'qishni bitirganimdan keyin men haligi nima deydi, masalan, kam oylikka yoki dedik, ishim endi nimani boshlamasligim kerak. Iloji boricha o'sha paytga solid bo'lib borishim kerak degan. Shundan keyin internship qidirish boshlaganman. Yozda Covid bo'lib qolgan. Yozda Coviddan keyin kurs olib, kursda o'qib, Python bo'yicha development, chunki o'sha payt data bo'yicha jobda, marketda job bo'lmagan. Qarasam eng yaqini Python development bo'yicha kurs o'qiganman. Har kuni 12 soat, 14 soat уже uyda o'tirardim, anaqa kurs o'qib. Siz faqat Rustam emas, siz ham 10 soat, 12 soat. Yo'q, именно o'sha period uchun-da. Men lekin long term bunaqa qilolmayman-da. O'sha payt shu bo'lgan. Endi buvimlar o'g'limiz точно vahobiy yo bir nima anaqaga kirib ketdi, oqimga kirib ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi deb o'ylagan. Kapitda bo'lganingizda. Ha, endi men ko'chaga ham chiqmasdim-da. То есть men xayolimda faqat shu proyekt qilishim kerak, ish topishim kerak. Keyin qaraganman, bolalar nima qilyapti, men nima qilmasligim kerak. Ko'pchilik bolalar rezumesiga ko'rganman, faqat o'qigan kurslari bo'lgan, proyektlari bo'lmagan. Men o'shanda xayolim bo'lgan. Men demak o'zimni boshqalardan anaqa bo'lib turish uchun proyekt qilishim kerak, ajratib turishim uchun keyin o'zimni saytimni qilganman. Personal sayt, именно o'zim haqimda. O'sha bir oy kurs o'qib, unda Python bo'yicha kurs o'qib, o'sha saytimni qilganman. Buni domain sotib olib, publish qilib, birinchi kursda endi keyin o'shandan keyin job hunting boshlangan. Hamma joyga topshiryapman. Super dispatchga sразу sayt sal ham turibdimi? Yo'q, turganda shit deb chiqaradi. Lekin u juda ham shitty sayt bo'lgan. Lekin endi nima deydi, uni ham o'sha template sotib olganman. Template nima qilib, edit qilib qilganman. Gapingiz bo'ldi, davom ettiring. Endi asosiy nimadan mavzudan qochib ketmaslik kerak qilyapman-da. Asosiy mavzu, to есть nima qilganman. 4 yilda siz yaxshi shu karyerangiz Shuning uchun ya'ni aytmoqchimanki, iloji boricha final pointdagi anaqangizni, ya'ni o'zingiz qutqarasiz, bu narsa aniq. Shuning uchun men karyera bo'yicha ko'proq harakat qilganman. Endi internship harakat qilganman, o'sha payt keyin birinchi ishimga olganman. Birinchi ishimdan keyin ikkinchi internship harakat qilganman. Shunaqa qilib keyin уже birinchisidan keyin ikkinchisi osonroq bo'ladi. Xo'p, shunaqa boshlangan. Hozirgi gapirib beradigan hikoyalaringdan nima bo'ladi? Xulosam ikkita narsa ko'ryapman. Muhit va mehnat. Yaqinda video qildim. Birinchi bo'lib aytdim, muhit juda muhim dedim. To'g'ri muhitda bo'lishlaring kerak dedim. Ikkinchisi qattiq mehnat, ya'ni qancha zo'r muhitda bo'lganingiz bilan siz lazy bo'lsangiz, siz atrofingizdagi muhitdagi bolalar ham sizdan uzoqlashadi. Bu mehnat qilmaydi, qattiq mehnat qilmaydi. Bundan qanaqa foyda ko'rmayman men. Birga o'smayman deydi-da. Shunga mehnat juda muhim deb o'ylayman bu yerda. Yana bitta narsa, bu universitet nega nima deydi, nufuzli universitetlarda o'qish kerak. Chunki nufuzli universitetlar bu eng kuchli bolalarni, mehnat qilishga tayyor bolalarni, o'ziga maqsadi katta bo'lgan bolalarni va qizlarni albatta filtr qilib bitta joyga to'playdi. Brend sozdavать qiladi, mana Inhaga o'xshagan, boshqa universitetlarga o'xshagan brend qiladi-da va o'sha brend asosida o'ziga jalb qiladi kuchli bolalarni. Siz ham men Inhada o'qiyman degan maqsadingiz bo'lgan ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Qayerdadir sizga shu ideyani sotgan, Inhadan zo'r dasturchilar chiqadi degan. Video YouTube'dagi 2009-2008 yil ko'rgan video. Promo video sotgansiz. Musiqasi sotgan. Endi bo'lmasa men nima degan bo'lardim, masalan,
to есть hali universitetda o'qimay turgan yoki universitetda o'qib turgan odamga plyus ketsa ham yoshligingizda o'zingizni haligi push qilib turadigan muhitga bu soling. O'zida Ha, qo'smaydigan. nima deydi, bor budizmda masalan sarflab bo'lsam, ya'ni aytmoqchimanki, odam o'ziniga rus tilida shunaqa gap bor, позволяет qilish, o'ziniga nima deydi? O'zbek tilida nima? O'ziga Qobiliyatida bor, yo'q. finansiy qobiliyati bor. Yo'q, o'ziga позволяет qilish degani, ya'ni o'zizga ravo ko'radigan, Ravo ya ko'rish. past narsani ravo ko'rmang o'zizga demoqchiman-da. Masalan, Har ish doim qidiryapsizmi? Hayır. Zo'r ishni ravo ko'ring-da o'zizga. Masalan, hamma narsada o'zizga zo'r narsani ravo O'zingizni ko'ring. hurmat qilsangiz, keyin o'zingiz ko'proq narsa. Ha, mana bunaqa gap bor, qo'pol gap, to есть nima deydi? Itda ishlab, haligi qulda ishlab, itda ishlab, lekin shoxda yasha deganday gap bor-da. O'shaning uchun, ya'ni aytmoqchimanki, siz o'zingiz qancha yaxshi sharoitga o'zizga ravo ko'rsangiz, уже avtomatik sizda miyangiz shu bo'yicha yo'l qidirishni boshlaydi-da. Shunga anaqa qilishni boshlaydi. Haligi siz o'zingiz bilmaysiz masalan nimaga capable'ingizni, lekin miyangizga уже urug' solib qo'yganingizdan keyin anaqangizda o'zi qachondir nima deydi, nimadir uyg'onishi mumkin yoki deylik shunga anaqa boshlanishi mumkin. Shuning uchun men shunga anaqa qilaman, ya'ni maslahat o'zizga eng yaxshisini ravo ko'ring. Ya'ni masalan do'st bo'ladimi, network bo'ladimi, krug bo'ladimi, eng yaxshisini ravo ko'rish kerak. Eng hayotingizda qilish kerak bo'lgan eng yaxshi ish shu deb o'ylayman. Ko'p narsalar, katta narsalar maqsaddan boshlanarga o'ylab tursangiz-da. Men o'zimdan qiyos qilaman. Shu dasturlash, hech narsa haqida, masalan, ingliz tili ni o'rganish kerak. Endi men ancha oldin gapiryapman, 15-16 yoshligimdagi holatimda. Maktabni bitirganman, litseyga ketganman Namangan shahriga. O'zim Pop tumanidanman. Namangan shahriga ketganman litseyga. Va o'sha paytda qanaqadir siz aytganingizdek miyaga urug' solingan-da. Men u paytda opam Westminsterga topshirishga harakat qilgan bo'lgan, o'qiyotgan bo'lgan, birinchi kirayotgan bo'lgan. Men aytganman, opam grantga kiraman degan. Opam grantga kirolmagan. Uydagilar o'qitishgan baribir. Men aytganman, men grantga kiraman deganman. Westminsterga deganman. Kimdirlar research qilsa, men bu yoqda o'qiyman, bu yoqda o'qiyman. Moliyaga topshiraman. 4-5 universitetlarda ko'zlab, o'rtoqlarimda birinchi men topshirgan paytda INHA ochilgan. Ko'p o'rtoqlarim INHAga topshirib ketgan. Bitta o'rtog'im bor, INHAda scholarship olgan, Westminster scholarship olgan, moliyaga ham olgan, keyin yana tatuga ham bir paytda 4 ta scholarship, that's crazy. Men o'sha paytda shu krugimdagi bo'lgan bolalar shunaqa topshirib yurgan, возможность bo'lgan topshirishga. Yo'q, men faqat Toshkentdagi Westminster universitetiga scholarship kiraman deganman. Shu. Bo'lmasa degan narsa o'ylamaganman. Bo'lmasa bilmayman. Something happens, bilmayman. Bundan krizis bo'ladimi? Bilmayman degan. Lekin u haqida o'ylamaganman. O'shanga qarab, o'sha working backwards. U shu maqsadga erishish uchun nima qilish kerak hozir deganman. Ingliz tilida o'qish kerak. Ingliz tilini qanaqa darajada bilish kerak? 7.5 oladigan darajada chiqish kerak. Yana nima? Matematikani kuchli o'qish kerak. Shunga qarab, maqsad qo'yilgandan keyin orqasidan kuchli maqsad bo'lgandan keyin mehnat qila olasiz va yo'nalish bo'ladi. Bugun ertalab turib nima bilan mashg'ul bo'lishim kerak degan. Shunaqa. Sizda qanaqa maqsad bo'lgan yo siz prosta ketavergansiz? Maqsad nima bo'lgan kirishgan. Dasturlashga kelishim ham qiziq bo'lgan. 2017-18-yillar matematikani o'qiyapman. Menda plan bo'yicha diplomatiyaga ketish kerak edi. Nimaga? Men hali 15 yoshda hali boshlaganimda men 16-17 yoshda edim. Ota-onalarim aytgan diplomatiyaga borasan, chunki mana opam diplomatiyada o'qib, juda ham yaxshi oylik olib, juda ham zo'r joyda ishlagan. Matematikani o'qiyapmiz, lekin juda ham ko'p narsasini bitirdim. Vaqt bo'ldi tayyorlanishga. INHAda boshqacha tayyorlanishga ekzaminlarga, chunki qiyin. Maktabda o'qiyotgan narsalar yetarlicha emas. Mana matematika ustozim aytgan. Sen INHAga ham topshirasan deb. Westga ham topshirasiz, INHAga ham topshirasan. Dasturlarga shuning uchun qiziqganman. INHA nimaga, qanaqa universitet ekan, nima qilyapti? Dasturlash degan narsa bor ekan. Keyin boshlaganman dasturlash nimaligini o'rgatib. Bizda informatika darsi ham yo'q edi maktabda. Dasturlash nimaligini ham bilmasdim. Undan keyin YouTube'ga kirib, what is programming and so shunday savollar berib qiziqganman. Dasturlash o'zini sotgan menga. Nimaga? Chunki freedom bor.
o'zingiz xohlagan narsani yasa olasiz. Sizni hech kim tepangizda turib bunday qil degan narsa yo'q. Shu yashash. Siz kontroldasiz hamma narsani. Shu freedom и o'zingiz xohlagan narsani yasash. Shu men xohlaydigan narsa borligi uchun IXga ketganman. Diplomatiyaga ham kirganman universitetiga, lekin konflikt bo'lgan oilada ular buni xohlayapti, men buni xohlayapman. IXda kontrakt juda ham qimmat, 30 million bo'lgan. Menga birinchi kursini to'lab berganlar, oiladagilar. Ikkinchi kurs men scholarship yutganman. 3-4 kurs уже ishlab o'zim spokойно qoplardim. Diplomatiyaga kirganda o'sha payt, masalan, IXni puli ham $3000 arzon pul bo'lmagan-da. Hozir ham shunaqa, lekin u payt вообще bo'lmagan, unaqa bo'lmagan. U payt siz yosh bo'lgansiz, kambag'alroq Ha, bo'lgansiz-da. o'shada. Hozir ham qimmat ekan. Ha, hozir ham qimmat o'zi. Ya'ni aytmoqchiman o'sha masalan, deylik, tutam agar diplomatiyaga kirganda, agar IXga kirmasdan, katta ehtimol bilan masalan Google'da bo'lmasligi mumkin edi. Katta ehtimol. Umuman boshqa yo'nalishga ketishgan bo'lishi mumkin. Opasi Lekin yaxshi. masalan, qarang, lekin qarang. Masalan, hozir return of investment qarangda, qanchalik katta bo'ldi. Kerak bo'lsa masalan 1-2 oyda chiqib yuboradi polni. Haligi savolingizni qaytadigan bo'lsak, masalan, arziydimi? Arziydimi o'sha ESMTda 24 ming. Men bilmayman, qanchalik katta return of investmentga menga anaqalarga yo'l 5 ochganimda. yildan keyin nima bo'ladi? Ha, katta yo'llarga qancha ochgan. O'shaning uchun 5 yildan keyin eng yo'qotadigan narsam bitta hozir faqat pul bo'lyapti xolos, tushunyapsizmi? Masalan, vaqt bo'yicha menimcha yo'qotmadim deb o'ylayman. Menimcha vaqtim yaxshi ketdi bu yerda. Pul to'g'risi yo'qotishga arziydigan narsa deb o'ylayman. Oson emas, masalan, biz u pulni topish juda katta pul. Lekin agar deylik, aytyapman, masalan, butun boshli umringizda siz mana nima deydi, shuncha yillik umringiz uchun investitsiya qilishingiz kerak bo'lgan narsa bo'ladigan bo'lsa, men arziydi deb o'ylayman. Shunaqa. Shuning uchun boshida qanaqadir sizga lider, qanaqadir odam sizga advice beradigan bo'lishi kerak. Menga matematika ustozim bo'lgan. universitet paytida ham. Yo'q, maktab vaqtida. Men hali 10-sinfda o'qiyman. 10-sinfda 15-16 yoshlik. Shu universitet oldida kimdir universitetdan oldin kimdir sizga yo'l ko'rsatib, menga masalan amakim bo'lgan. Menga opam bo'lgan. Opam aytmagan menga o'qi demagan. Prosta opamni kuzatganman, nima qilayotganini, nima o'qiganini, qayerga ketadiganini. Shundan keyin уже universitetga kirish, Westminsterga topshirish degan fikr paydo bo'lgan, kirganman. Idashi opam jamchi muhim rol o'ynamagan yo'qdi, to'g'ri. Menda finansiy birinchi kompyuterni olib bergan, birinchi kompyuterimni sotib olib bergan odam opam bo'lgan albatta. Lekin undan keyin o'zim buyog'i boshdan rolga chiqib ketganman. Shu narsa muhimda, lekin. To есть, men ko'rganman ko'p anaqalarda. Hamma sharoit bo'lganda odamda anaqa bo'ladi-da, nima deydi? Haligi ko'zingizdagi olov bor-ku, tushib qoladi-da. Shu narsa ko'p ko'raman. Bu narsa bor narsa. Masalan, anaqa YC Combinator, nima deydi? Y Combinatorda startaplarda fund qiladigan nima bor? Ularda bitta qiziq anaqa bor ekan, bir so'z bor ekan, ya'ni katta funding may kill your startup deyapti. Juda katta flop qo'ysangiz. Nima deydi? O'sha katta funding olsangiz, sizni startapingizni kill qilib yuborishi mumkin. Masalan, siz o'ylaysizki katta masalan, men shunday deb o'ylardim, lekin katta pul yordam berish kerak, oldin bo'lish kerak, lekin aslida unaqa emas ekan. Ya'ni o'zimga founderlar u pulga tayyor emas hali. Qanday sarflashga tayyor? Ideya yo'q u. Shunaqa. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha parallelniy bo'lgani yaxshi, kelib turgani yaxshi deb o'ylayman. Masalan, shu sharoitda ham masalan, eng muhim, core kerak bo'lgan narsani qilib berish kerak-da. Qolganiga baribir bolani o'zida ko'zida olov bo'lib turishi kerak deb o'ylayman-da. O'chib qolmasligi uchun. Masalan, menda IXda ishga kirishlarimdan asosiy motivlardan bittasi bu shu kontraktni o'zim to'lasham bo'lganda. Ya'ni masalan, kontraktni uydagilar to'lab mas'uliyat bo'lmasdi. Ya'ni uydagilar to'lab berayotganda ham men o'zim bilganman, shu qiyinchilik bo'lib turgandi. Endi bu bilan men haligi hamma pulni to'lab berganlardan yoki deylik hamma anaqadan uydagilar kontraktni to'lab berganlardan successful odamlar chiqmaydi demoqchi emasman. To'g'ri. Prosta baribir odamda bolada thirsty, nima deydi? Nimagadir chanqoq bo'lib turish kerak-da. Shu narsa bo'lib ushlab turish kerak. Nimadir qilib bo'lsa ham. Shu. Endi yana bitta narsa aytgan narsa bularni ko'proq yoshlarda reject oling, ko'proq fail. Men o'zimga ham aytgan bo'laman. Ya'ni
man o'sha men bir soat o'tib ketdi shekilli qarab O'zi ko'rdim. bir soat bo'ldi, that's fine. Like, qiziq bo'lyapti hali. Qancha topiklar bo'lsa. Mana bunaqa narsa borda, masalan, odatda bilsangiz, haligi heartbroken, haligi qizi tashlab ketgan Qizni bolalar masalan, endi masalan menda bo'lmagan unaqa narsa. To'g'risi, buni честно aytaman. Aytmoqchi bo'lganim, haligi ba'zilarda bilsangiz shu haligi men borda, ya'ni qizing tashlab ketsa, keyin haligi odam jimga chiqib, Jimga anaqa chiqib, qilib, balkon tashlab. hayotini yo'lga qo'yib oladi-yu. Aslida bu yerda qanaqadir, ya'ni buni to'g'ri qabul qilish kerak. Ya'ni bu narsada to'g'rilik borda qanaqadir. Masalan, men birinchi feylim bu Westminster litseydan feyl olganim bo'lgan. Yo'q deyish. Men juda katta ishonib qo'yganman, qattiq tayyorlanganman. Men уже chiqqanimdan keyin ekzaminda bo'ldi, men o'sha shakldan xavotir olmanglar deb chiqqanman hammaga. Men uni chiqqanman-da. Nima qilgansiz? Ha, o'shanda menda feyl bo'lgan, qabul qilishim qiyin bo'lgan. Lekin menga eng katta dars bo'lgan, eng katta push bo'lgan o'sha. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, iloji boricha ko'proq no olinglar, ko'proq feyl olinglar. Nimani bildiradi sizga? Men o'ylaymanki, siz bitta narsaga qarab aytyapsiz, litseyga topshirgansizda, litsey sizga aytgan, sen yetarli emassan degan. Sizni Siz- yerga tushib turgan. Sizdan egoingizni tushirgan. Ha. Keyin sizga Haligi miyaga Be humble deydi-yu. Be humble, yeah. Nima bo'ldi menga? Tayyor emas ekan. Shunaqa, men noto'g'ri o'ylagan ekanman o'zim haqida. Degan odam humble'lashtiradi-da Ha. sizni rejectionlar. Keyin siz plankani o'zingiz haqingizda bo'lgan anaqangizni tushirasiz pastga. Ha. Plankani tushirmaysiz. Siz tushunishingiz kerak. Nima qilishim kerak? Shu yerga chiqishim uchun man hali bu yergacha emas ekanman-ku. Shunaqa. Nimaga bunaqa o'ylaganman? Dальше ketishim kerak. Manda Facebookda intervyu fail bo'lgan. O, значит qilsam bo'lar ekan, lekin men tayyor emas ekanman. Qilaman deb Google'ga cheklagan. Ha, shuni aytmoqchiman. Ya'ni o'zingiz mustaqil yiqilishingiz kerak-da. Masalan, mana bunaqa narsalar bor. Ya'ni bizda bilsangiz, litseylarga bola kirishga harakat qiladi, yiqilsa keyin ota-onasi pul berib kirgizib qo'yadi. Bu narsa emasda, ya'ni masalan men Westminster litseyda yiqilganimda yerda уже deyarli iloji yo'q edi. Masalan, pul bilan haq bor. Masalan, Rustam Facebookda yiqilganida uni ota-onasimi kim bo'lsa ham kelib turib yordam bera olmasdi-da. Shuning uchun o'zi bilan o'zi yiqilyapti-da. Ya'ni o'sha payt eng sizga hayotdagi eng katta olgan darsingiz bo'ladi deb o'ylayman-da. Sizda masalan, otangiz xohlasa ham sizga yordam bera olmaydi-da u payt. Shu narsa yolg'on. Masalan. Chunki menda bo'lganda, masalan, litseylarga, boshqa joylarga pul bilan kirgizib qo'yishlar bo'lgan hayotimda. Xo'p. Lekin Nima qilyapmiz? Shuni xulosa qilyapmizmi? ha, shuni xulosa qilib olay. Aytmoqchi bo'lgan narsam, vaqt uzayib ketmayaptimi? Asosiy topiklarga hali Yo'q. borganimiz yo'q-ku. Yo'q, Hozir. 2 soat ko'p That's bo'lsak fine. bo'ladi. Normal. Vaqt haqida o'ylamang. Ha. Muammo emas vaqt. Yo'q. Restriction emas vaqt bizga. Universitet haqida gapirdik. Xo'p, shu yerda bitta konklyuziya qilaylik. Muhit. Demak, siz keyinchalik o'qishdan keyin va o'qish davomida muvaffaqiyatga erishishingiz uchun muhit juda muhim ekan. Qattiq mehnat muhim ekan. Va uchinchisi, rejection oling dedilar bu yoq. Yiqiling ko'proq. Maqsad. O'zingizda realniy anaqangizni ko'ring. Kimligingizni biling. Siz hali ancha bor, ya'ni siz o'ylashingiz mumkin, men chotkiyman deyishingiz mumkin va bu yerda noto'g'ri o'ylaydigansiz. O'zbekistondan chiqqaningizdan keyin ko'rasiz, qanaqa odamlar bu yoqda, qanaqa darajalarga yetgan odam bor. Siz bitta kichkina anaqada, ko'lmakda katta baliq bo'lishingiz mumkin. Chiqqaningizdan keyin ko'rasiz qanaqa kichkina baliqligingizni. To'rtinchisi maqsad degan. Maqsaddan boshlanadi hamma narsasi. O'sha maqsadga qarab keyin boshqa ishlarni qilasiz. To'rtta narsa juda ham to'g'ri bo'lyapti. Sizni maqsadingiz bor. Sizda shu maqsadga ketish uchun muhit bor. Qattiq ishlayapsiz. O'sha maqsadga И yetish. siz maqsadingizga yetishingizgacha qancha vaqt borligini faillar bilan hisoblashingiz mumkin. Xo'p, XYZ. oxirida bo'lmasa, deylik, universitetga kirdida bola. Bakalavrda o'qiyapti. 18 yoshli bola. Nima qilish kerak? Keyingi 4 yil shu bo'yicha o'zi javob oldim hozir biz nima bitta layn qilib beriling. Bitta har bitta odamni o'zini anaqasi bor, holati bor-da. Bitta aniq yozib bera olmaysiz roadmapni. Umumiy roadmap bera olasiz. Ha, keyin yana bitta narsa aytishim kerak. Endi fikr kelib qolyapti-da. Aytavering. Qachondir, masalan, qaysi payt yo'l ko'rinmaganda, nima deydi? Masalan, eng to'g'ri yo'l topolmasangiz ham prosta yurib turish kerak. To'xtab qolmasdan-da. Keyin to'g'ri yo'lni topa olishingiz mumkin-da. Aytmoqchimanki, o'sha payt prosta nima deydi, qaytib ketmasdan. Chunki aytmoqchi bo'lganim, masalan, mana menda eng passion bo'ladigan narsani topolmasam, lekin shunga yaqin nimada
yurib turganman hali. Bo'ldi endi men yo'tolmayman, qachon menga O'sha anaqa yo'lni keladi, yo'lni chiqadi, o'shanda keyin harakat qilaman degan narsa bo'lmaganda. Ya'ni o'shaning uchun har doim ham sizda eng optimal yoki eng ideal yo'l bo'lmasligi mumkin. O'sha payt eng kam xato, ya'ni eng kam noto'g'ri yo'l tanlash kerak deb o'ylaymanda. Shunaqa deb o'ylayman. Yaqinda bitta anaqa o'qidim. Men u menga qiziq bo'lgan narsalarni o'zim saved message tashlab turaman. Saved message bilan hozir aniq ayta olmayman. Ingliz tilida yozilgan edi. Kun bo'yi idle yotishdan eng yomoni kun bo'yi idle yotish yozilgan. Ma'nosi shunaqa. Ya'ni qanaqadir hech narsa qilmasdan hech narsa qilmaslik eng yomon narsa. Hamma taraflama. Ya'ni har doim aktiv bo'lishingiz kerak. Hamma maqsadlaringizga yetishib qolgan bo'lsangiz ham, Google'da yurgan bo'lsak ham, Xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lsa ham, bizda ko'p anaqalarimiz, muhtojliklarimiz, needlarimiz cover qilingan bo'lsa ham, biz mana o'tirganimiz podkast olyapmiz. Bilmayman, bu men uchun hobbi, bir narsaga qaradi. Shunaqa. Biz Google'da kirganimizdan keyin manimcha ko'proq ishlashni boshladik. Kamroq ishlamayapmiz. Shu 15 soat undan oldin bo'lsa, hozir ham biz ertalabdan kechqurungacha ishlayapmiz. O'zgarmadi. O'zgargan, o'sha davom etadi. Xo'p, keyingi qiziq bo'lgan topik bu O'zbekistonda mana o'qish deylik, birinchi kursdan 4-kursgacha nima qilishda aytdik-da, primерно aytdik. 4dan keyin qanday karyer pas qilish kerak? 2-3ta yo'llar bor bu yoqda, to'g'rimi? Birinchi yo'lda mana magistratura qilib, keyin undan keyin karyerani internshiplar qilib magistraturani davomida undan keyin kompaniyalarga topshirib, Yevropada boshqa chet elda qilish. Bu siz o'sha narsani bosib o'tdingiz. Ikkinchi yo'li bu Rustam to'g'ridan to'g'ri topshirib ishlagani keldi. Bu ikkinchi yo'l. Uchinchi yo'li esa bu O'zbekistonda ishlab freelansing qilyaptimi, qanaqadir senior dasturchiga chiqdimi, ikkinchi ishni olib, uchinchi ishni olib, to'rtinchi ishni olib. Shu uchtasidan nima qilish kerak? Deylik, endi bu yerda aniqroq bo'lgan savol, deylik keyinchalik mana bitta kompaniyada ishlab yurib, o'zini karyerasini qurmoqchi bo'lgan odam magistraturaga kelish kerakmi? Yoki O'zbekistonda qolib, 2 yil experience olib, keyin boshqa yo'llarni topish kerakmi? Rustam boshlasinmi bo'lsa? Keyin minuslarni ham aytamiz. Har bitta yo'lni. Universitetni bitirib ishga kelganman Google'ga. Lekin Google'ga kirmagan bo'lsam, magistraturaga kelardim. Universitet vaqtida men senior bo'lib ishlardim. Yana startapda ham ishlardim. Men universitetda ham o'qirdim, yana ikkita ishda ishlardim. Universitetdan keyin ham 1 yil ishlaganman. Shu Google paytlari, intervyu jarayonlarida. Shunaqa. Ungacha men yetarlicha pul qilib qo'yganman o'zimga. Shunaqa darajaga yetish kerak that you can cover your basic things. Shuning uchun men pul qildim. Undan keyin dars pul qilaveraman, menga qiziq bo'lmaydi. Yo'q. Shuning uchun magistraturaga kelmoqchi edim. Myunxga, Technical University of Munich ga kelmoqchi edim. Lekin Myunxdan Google offer bergan. Shuning uchun bu yerga kelganman. Google prioritet bergan. Demoqchimanki, offer olmasam ham universitetga kelardim o'qishga. Muhitni o'zgartirish uchun men O'zbekistonga zerikdim. O'zbekistonda ertalabdan kechqurungacha ishlab, o'zim edim. Zerikdim bu yerda. Men nimadir kattaroq xohlamoqchi edim. Yangi narsalarni qilmoqchi edim. O'zbekiston menga bu narsani bermayotgan edi. Shuning men Yevropaga ketmoqchi edim. Keldim. Siz nima? Men o'zimni yo'limni gapirishni aytmoqchimanki, ya'ni bias qaror qilib qo'ymanglar. Masalan, for any case which Rustam made, there are other 10,000 Rustam who didn't make. Masalanda endi, ya'ni Rustam Google'ga shu case bo'yicha kelgan degani, ya'ni shu holat uchun, lekin aslida yana qolgan yana 1000 ta yoki minglab Rustamlari bor. Bu ishni qilolmagan. Ya'ni bu yo'l bilan o'xshamagan. Endi siz prosta o'ylang, qaysi yo'l, masalan, men magistraturaga kelib turib kiryapman kompaniyaga. Rustam primoy kelyapti. Endi qaysi birimizda ko'proq odam haligi nima deydi, masalan, qilolmagan odamlar soni kam demoqchiman-da. Masalan, rate bo'lishligi mumkin-da menikida. Masalan, Rustamni ko'rib turib
primoy borsa bo'ladi degan hammada xayol bo'ldi. Bu to'g'ri qaror. Ya'ni deylik, nima demoqchiman? Masalan, impossible nima emas. Agar просто odamni haligi men aytmoqchi bo'lganimki, hamma odam uchun bir xil ishlaydigan yo'l yo'qda. Hamma odam uchun bir xil javob yo'q. Men o'sha narsadan qo'rqaman. Masalan, menga ko'p yozishadi-da Telegramda, botlarda. Aka, men mana bunaqa yoshdaman, nima qilay? O'qishni bitirdim, nima qilay? Mana bunaqa qilaman, nima qilay? Haligi koshkida shans bo'lsa, hammasiga to bir soatdan javob bersangiz-da. Yo'qda, O'rganib endi chiqib fizik qoladi. yo'qda, ha. Men unga konkret javob bera olmayman. O'shaning uchun aytilgan narsa konkret o'zingiz holatingizga nima deydi, o'zingizni holatingizdan kelib chiqib qaror qiling. Lekin mana ikkala holatda ham taqqoslab ko'ring. Mana sizda zo'r javob olishga shans bor. Masalan, Rustam primoy kelyapti. Men mana student bo'lib keldim. Lekin buni challengelari ham bor-da. Lekin ikkalamiz holatimizda ham qanaqa ma'noda omad faktori bor. Masalan, Rustamning holatida ham masalan, Rustam 1000 intervyudan o'tolgani bilan, lekin agar intervyu land qila olmasa, Team matching bo'lmasa, ha, o'shada, tushunyapsizmi? Ya'ni bu degani, agar masalan bitta odamda hayotda maqsadi agar faqat fanga kirish bo'lsa, qanchadir periodda agar u uchun hamma narsani sacrifice qilishga tayyor bo'lsa, qilish kerak. Masalan, agar shu bilan kechasi tinch uxlayman desa, demoqchiman-da. Keyin Endi tushunasiz kerakmi yo'qligini. keyin tushunasiz o'zi kerakmi yo'qmi. Lekin aslida yana aytyapman, masalan, qanchadir periodgacha baribir siz maqsadingiz boshqacha bias maqsad bo'ladi. Masalan, men O'zbekistonda siz fanga kirishingiz yoki deylik O'zbekistonda nimadir kompaniyaga kirishingiz o'zi aslida o'zingiz passioningiz uchunmi yoki odamlarda odamlar aytyapti. gapi uchunmi? Ha, biz Mo'jiz podkast qilganimiz uchunmi? Mo'jiz, siz podkastga kelmoqchidirsiz demoqchiman-da. Endi umuman har turlarda gapiraman va podkast shu. O'shaning uchun men mana challenge'larni aytib beray. Menda masalan magistraturaga kelganman. Magistraturaga kelishimdan maqsad faqat katta kompaniyada ishlash bo'lmaganda men. Menda xayol bo'lgan, men 1 yilda kirmasman kompaniyaga yoki deylik 3 yilda kirmasman qaysi men xohlagan kompaniyaga. Lekin baribir u kompaniyalar haligi osmondagi moon emas, to есть kirsa bo'ladigan kompaniya deb o'ylaganman-da. Men просто long termni qo'yganman. Ya'ni meni umuman hayotim uchun yaxshi desak decision bo'lyaptimi shu? Eng qizig'i men faqat shu o'qishni topshirganman. Magistraturga kirganimda. Faqat shu o'qishni topshirganman, shu o'qishga kirsam kelaman. Bo'lmasa kelmay qo'yaveraman degan. Birinchidan bu top ranking Universitetga sotib ha, turibsiz. universitetni sotgan. Convince bo'lgansiz shu. Ikkinchidan alumnilar bilan gaplashganman-da. Alumnilar bilan hammasini gaplashganimda, masalan, men Inhani alumni sifatida mendan so'ragan javoblarni berishmagan ular. Ya'ni mendan kimdir so'raganda, men masalan Inha bo'yicha qanaqa ma'noda ularchalik satisfied bo'lib javob bera olmasdim-da. Tushunasizmi? Minuslarni aytadi. Ha, minuslardan aytardim. U bolalarda ko'pida honest opinion juda ham yaxshi, nima deyman, ayniqsa professorlarni maqtaydi. Keyorkin degan eng yaxshi nima deydi, network bilan mindset shifta olasan deganda ko'pi. O'shaning hisobiga men o'ylaganman, kelishim kerak. Keyin ikkinchidan bu уже qanaqa ma'noda sizni birinchi qobiqdan ikkinchi qobiqqa chiqaradi. Ya'ni baribir chet elga chiqish sizni opportunitalaringizni oshiradi. Ya'ni masalan Google'ga kelgan Rustam nima bo'lib, lekin aslida qaysi qolgan kompaniyalar masalan konsider qilmasligi mumkin O'zbekistondagi nimalar yoki deylik siz Yevropada bo'lishingiz, nimaga bo'lmasa mana Polshadagi bizning studentlarimiz nimaga ko'p katta kompaniyalarga kiradi? Nimaga? Masalan, nimaga O'zbekistondan ko'p kirmaydi? Polshadan kiradi. Ya'ni men aytmoqchimanki, yoki nima Yevropa yoki Amerikadan, demak, nimadir borki, shans kattada bitta. Обязательно faqat Google'dan iborat emas hayot, ya'ni boshqa katta kompaniyalar. Ya'ni men aytmoqchimanki, kompaniyalarda yaxshi kompaniyalar juda ham ko'p. Ya'ni даже mid-tier kompaniya, masalan, Stripe yoki deylik umuman masalan shunga o'xshagan, ya'ni Fine emas, lekin Fine'dan bitta leveldagi pastda ham вообще dahshat kompaniyalar bor. Startaplar. Даже ular Fine'dan yaxshi bo'lishi mumkin, to'g'risini aytsam. Masalan, paymenti boshqa nimasi, o'shalarga harakat qilish kerak demoqchiman-da. Ya'ni o'shalarga harakat qilish uchun sizda ko'p shans bo'ladi. Yevropaga student bo'lib kelgansiz. Ikkinchidan, sizda nima deydi, studentlar, ya'ni boshqa juda ham clever studentlar bilan network qilish shansi bo'ladi, agar siz to'g'ri universitet tanlagan bo'lsangiz. Agar siz to'g'ri mindset kelgan bo'lsangiz. Chunki nimaga? Mana men Germaniyada studentlarni ham ko'rdim. Londonga bordim. Londondagi studentlar bilan network qildim.
endi to есть yana anaqa nima deydi blek anaqa xarid turishlari yana aytaman-da. Xafa bo'ldim to'g'risi. Masalan, universitetlar ya'ni o'sha studentlarga to'g'ri gayd bo'lmaganidan-da, to'g'ri qo'llanma bo'lmagan universitetga kirishda oldin. Ya'ni ular prioritetni boshqa qo'ygan. Qayerda deyapsiz? Londonda ham, bitta ham, Germaniyada ham. Ya'ni juda ham ko'p bolalar o'qish 2 darajalik qilib, nima deydi, faqat ishga e'tibor berib yuribdi. Lekin aslida bu ham noto'g'ri qaror emas. Masalan, prosta savol berish kerak-da odam o'ziga. Mening asosiy maqsadim nima? Masalan, borib Yevropaga borishdan, to есть shu bo'yicha qanaqadir bilim olib, ya'ni yaxshi nimada ketishmi yoki prosta pul qilishmi? Agar prosta pul qilish bo'lsa, unda universitetda haqiqatdan eng low tier, eng low effortga topshirib turib kelganingizga maslahat beraman. Lekin agar siz o'qish bo'ladigan bo'lsa, uje bo'ldi, ishni ozgina chekkaga surish kerak. O'qish kerak bo'ladi. Ha, chunki siz o'qishni yaxshi o'qishda o'qiganingizda juda katta opportunitlar ochiladi-da. Boshqa katta opportunitlar ochiladi. Masalan, yaxshi o'qishda yaxshi network bor. Agar siz professor sizda yaxshi nima ko'rib bo'lsa, qaysidir payt siz bilmaysiz, masalan, indirect anaqa qanaqadir sizga katta foydasi tegib qolishi mumkin. O'shancha aytib turgan narsam, birinchi bo'lib nima xohlayotganingizni turganingizni bilib oling. Ikkinchisi, agar masalan, men o'qishimga kelishdim, men maslahat bermagan bo'lardim, agar sizda financial holatingiz unchalik yaxshi bo'lmasa, to'g'risi. Masalan, yo'q, nimaga hamma o'qish kerak-ku, hammani o'qish shansi bor-ku degan gaplar bo'lishi mumkin. Yo'q, men unaqa demayman. Masalan, chunki ko'pchilik bolalarni ko'rdim. Financial holatda qiynalgan. Qiynalgani uchun bechora bolalar fokus qilmagan o'qishiga. Ish karyerasiga fokus qilmagan. Meni daji masalan, men salpal o'zimni karyeramni ishlab turgan bo'lishi mumkin. Daji bolalar, computer science'dagi bolalar umuman majorini tashlab turib delivery, boxlar, qora ishlarda ishlab yuribdi. Endi ko'pchilik aytadi bizda, ha, endi studentlar shunaqa bo'ladi deydi. Lekin aytyapmanki, ular prosta mindset noto'g'ri qo'yganda kelishdan oldin. Ular aytganki, men borib pul ishlayman degan. Endi bu yerda hamma aybi bor. Masalan, kelgan bolalarda ham aybi bor. To есть Instagramda biz prям ko'p pul topyapmiz deyishim yoki direkt agentstvalarda, ya'ni siz borasiz, kontraktingizni o'zingiz qoplaysiz deb turib kelib jo'natadi-da. UKda ko'p bo'lyapti. Ha, UKda nima, o'z qolgan joylarda ham bor, prosta ochilmagan. Lekin UKda ko'p bo'lgan. Men ko'pchilik ko'rib qiyalganini ko'rdim. Endi o'sha narsada, ya'ni o'sha qiyinchilik ko'p. Endi undan tashqari, masalan, mendan so'radi yaqinda bitta bola, student, ya'ni Yevropaga yoki chet elga student bo'lib ketadigan studentga eng beradigan eng kerak maslahatingiz nima dedi? Men aytdim. Birinchisi, konkret shu maqsadingizdan avval, ikkinchisi, uydagilarga sizlarga pul jo'nataman deb turib va'da berib kelmang. Ularni umidvor qilmang. Umuman 2 yilgacha siz student statusdasiz, umuman davom etyapti bakalavrdan. Siz pul ishlagan kelmayapsiz bu yerga. Siz studentsiz. Ya'ni pul topsangiz o'zingizga invest qiling hozir. Ya'ni masalan, mayli, men aytmoqchimanki, ba'zi studentlarda yaxshi sharoit bor, lekin u sharoit pulni hammasini jo'natmaslik kerak. Yomon javob beryapman-da, lekin aslida agar nimaga uyga pul jo'natishim kerak deydigan bo'lsa agar, unda sen financial holating yaxshi bo'lgandan keyin kelgan o'qishga demoqchiman-da. Masalan, chunki nima uchun? Masalan, siz hozir ortib qolgan pulingizni $200 masalan orttirgan bo'lsa, $300 o'zingizga ortib turgan bo'lsa, shuni uyga jo'natganingizdan ko'ra o'zingizga invest qilsangiz, shu puldan kamida 50 barobar yoki 100 barobardan keyin 100 ga effort qila olishingiz mumkin-da, tushunyapsizmi? Lekin uni ko'pchilik bilmaydi-da. Ya'ni shuni hisobiga poor family bo'lib qolaveradi. Poor familydan chiqqan, ya'ni nima deydi? Mana bu o'rta hol oiladan chiqqan yoki o'sha kambag'al oiladan chiqqan bolalarni oilasi, nima deydi, studentlar ham yana shu holat, shu chainda qolaveradi. Bu chainni kimdir break qilib turib, bir qanaqadir innovation yoki nima qila olmaydi. Mindset o'zgarishi. Ha. O'shaga aytmoqchimanki, iloji boricha uydagilaringizni umidvor qilmang. Haligi pul jo'nataman deb, nima deydi? Jo'natsangiz yaxshi, lekin ularga shunaqa mindset bering, siz o'qigani ketyapsiz. Ishlagani emas. Chunki Koreyaga ketib turganlarda ham ko'p bo'ladi, bilsangiz. Ko'p ishlashga ketadi-da, o'qish o'rniga. O'sha hisobiga nimaga biz Koreyadagi yoki umuman o'zbek studentlaridan bir kam ko'ramiz anaqalarni. Masalan, deylik, qanaqadir startaplarda yoki deylik, anaqalarda kam ko'ramiz. O'shani hisobiga aytmoqchimanki, chunki men mana bu ESMTda kelganimda, masalan, bitta menda shunaqa, men o'zbekcha fikrlaydigan, ya'ni menda pul mindseti ustuvor bo'lgan.
O'shani hisobga men Nelsonda oldin ishini tashlamaganman. Full time ishlayman degan. Full time ishlayapman, pul topyapman yaxshi. Lekin qarayapman o'qishdan eng benefitni ololmayapman. Ya'ni o'qishda masalan o'qishdan tashqari bo'ladigan ilmlarimiz bor. Network ketchuplar bor. Undan o'sha guruh proyektdagi O'qishga 24 ming to'layapsiz-ku, lekin 24 mingga anaqa bo'ladigan, yetadigan narsani qaytib olmayapsiz. undagi return olmayapman. Chunki 24 ming to'lagan bu yoqda ishlayapsiz. O'shada men budjetda ishlayapman. Keyin o'sha payt savol berganman. O'zimga men nima keldim bu yerga? Просто kontrakt to'lagan keldimmi? Har decision bo'lgan, to'g'risi. Uncha pulni kechib olmaganman. Men to'g'risi aytaman. Ya'ni sizda normal pul kelib turibdi. Men I lived very fancy. Вообще juda fancy yashagan. Lekin o'sha payt pulni faqatgina o'sha payt meni ishda tashlashimga qarshi turgan narsa qo'pol qilib aytaman. Men ochko'zligim bo'lgan. Ya'ni o'sha pulni nima qilib ishim turibdi deganman. Lekin iloji yo'q o'sha payt decide qilganman. O'sha payt decide qilib ish tashlaganman, o'qishga e'tibor berganman. Keyin o'shada aytganman, internship yaxshi joydan kelsa olaman deb. Keyin shundan keyin masalan Bloomberg kirdim. Lekin ya'ni men Bloombergga kirganimda to'g'risini aytsam, bu o'qishdan kelgan eng katta achievement deb ko'rmayman. Ya'ni просто yo'ldagi achievement. Lekin meni achievementlarimni long termga qo'yaman. Xuddi shunaqa, ya'ni aytmoqchimanki, bu kompaniyaga ishga kirish bu bir qismi. Bitta qismi. Endi shu, ya'ni men kelganimda qolgan hamma studentlar, bular hammasi yevropeyskiy yoki Amerikadan bolalar bor. Bular hammasi boshqacha fikrlaydigan, boshqacha harakat qiladigan bolalar bo'lgan. Menga mirror bo'lganda, oyna bo'lganda bular. Men kimman, bular kim degan. Qanaqadir nimadir o'sha yerda o'zgarish kerak degan narsa bo'lgan. Shuning uchun o'sha payt yo o'qish tashlashim kerak bo'lgan, yoki ish tashlashim kerak bo'lgan. Endi meni o'sha yerda qaysi qaror to'g'ri desangiz, men bilmayman bu yerda ham. Tushunyapsizmi? Ya'ni agar meni financial holatim, yana aytyapman, meni financial holatimdan qaysi ko'ra turgan odamni, bizni ko'ra turgan qaysi boshqa student financial holati har xil bo'lishi mumkin. Agar menda financial holat qiyin bo'lganda, men to'g'risi o'qish tashlagan bo'lardim. Buni yashirmayman. Lekin menda xayolimda bo'lgan shu narsaga effort qila olaman. Ya'ni masalan oilaviy holatim shu narsaga nima qiladi, effort qiladi. Bo'lgani uchun ish tashlaganman. O'shaning uchun aytyapman ya'ni sizga. Ya'ni agar financial holatingiz juda ham qiyin bo'lsa, iloji boricha o'shanga qarab o'qishingizni tanlang. Chunki agar o'qishga kirish niyat bo'lsa, endi savol javob o'zgarib ketdi. Просто chunki men bu narsadan struggle bo'lgan qiyin bolalarni ko'pchilikni ko'rdim-da. Endi u bolalar ortga qaytolmaydi ham. Ortga qaytish uchun duh yo'q. Nima uchun? Chunki ular qalam tashlab qo'ygan. Haligi uje nima deydi? Anaqadan oldin haligi usti yaltiroq, ichi qaltiroq deydi-yu. Ustini uje yaltiratib bo'ldi. Bo'ldi endi uje bolalar O'zbekistonga qaytishga yoki deylik umuman ishlarni boshidan boshlashga qanaqadir ma'noda qiynaladi. U orqaga qaytish uchun men qilgan qaror I fucked up degan narsani tushunyapsizmi? anaqa qilgan Endi o'sha holatidan bir qanaqadir quvonishga harakat qiladi-da. eplab olish. Eplab olishga harakat qiladi. Vaholanki aytyapmanki, yana bitta narsa bor. Masalan, men o'qishga kech kiraman. Masalan, mana kimdir deylik, noto'g'ri yo'nalishda o'qidi, deylik unga men o'sha conversationdan, suhbatdan parcha aytyapman-da. Deyaptiki, 26 yoshda bitiryapti, 26 yoshda endi boshqa yo'nalishga kirib 30 yoshda bitiraman ekan, deyapti. Endi masalan, nariyoqdan savol beryapti. Nimaga sen agar o'qishga kirmasang, mana ya'ni shu qarorni qilmasang 30 yoshga kirmaysanmi deyapti-da. Tushunasizmi? Hali nimani qarang-da, 30 yoshga baribir kirasan. Baribir kirasan. Masalan, deylik, ya'ni yo'lingiz uzoqroq davom etsa ham nima farqi bor? Siz to'g'ri anaqada ketyapsiz, yo'nalishda ketyapsiz deyman-da. O'shanaqa, o'shanga aytmoqchimanki, kech qolsa ham parametrli javob berdi. Ko'p parametrli javob. Chunki to'g'ri yo'l yo'q. Hammaga to'g'ri keladigan yo'l yo'q. O'zizni holatingizni o'zingiz asas qilib ko'rib, o'zingiz tushunishingiz kerak. Biz aytgan gaplar bu example, namuna. Siz o'zingiz research qilishingiz kerak. Ba'zi bolalar keladi, aka men universitetga ketaymi, tam borsam agar shuncha pul qila olamanmi, o'zimga yetarlicha pul qila olamanmi? Qaysi universitetda, qaysi shaharga kelmoqchisan, qanaqa yashaysan, hammaniki har xil. Iloji boricha o'sha o'lchab, 7 marta o'lchadingmi, o'sha kesish kerak.
Ya'ni уже 70 martaga o'lchab olmaslik kerakda. Ya'ni Ko'rish kerak. aytyapman, yana o'sha nima aytyapmizda, qanchadir payt agar nima qilishni bilmasangiz, mayli Qilib ko'ring. kamroq noto'g'ri bo'lsa ham, o'sha noto'g'ri ish bo'lsa ham qilib ko'ring. Masalan, ko'pchilik bizda endi men masalan ko'proq software engineering bo'yicha postlar yozmayman, menga undan savol kelmaydi, lekin masalan mana sizda, anaqada, yoki masalan Jahongir akani kanallarida ko'pchilik keladi. Qaysi programming language tanlaydi, qaysi programming language tanlaydi. Lekin vaholanki o'sha bolani qarasangiz, 1 yil davomida o'sha savolni bergan. 1 yil davomida u bola уже 4 ta programming o'rganib olsa bo'ladi-da. To'g'ri. Aytyapmanki, noto'g'ri bo'lsa ham, farqi yo'q, C++ o'rganmaysanmi? Masalanda, noto'g'ri bo'lsa ham o'rganib turgin. Kobul Eng qizig'i Kim o'zi switch javoblar bor-da, bu savollarga javoblar bor, o'qish kerak. Odamlar xohlaydiki, og'ziga chaynab o'ziga chaynab sog'ish kerak ularni. Ha, Bor, o'qish kerak. endi bu narsa Ishlash kerak. to'g'ri narsa, masalan bizda ham bo'ladi. Ya'ni one shot success xohlaymiz. Ya'ni bitta udarda chiqsin. biz to'g'ri urishni xohlaymizda. Tushunyapsizmi? Shuni hisobiga o'sha udarni kechga suraveramiz, tushunyapsizmi? To'xtachi, yozib turib 3 qiyshayib qolibdi, ana orqasiga ketyapti, anaqani shamolni deb hisoblamadim. Deb hisoblamaymiz. Yo'q, osib tasha. Prям. Nima yo'qotyapsan? Masalan, Shuncha vaqt ketadi. shunaqa narsa. 30 ga kirasan baribir. Ha, endi bu narsa bizni haligi motivatsiya beryapti hisoblanadi. Bu narsa aslida masalan men o'zimda ham bor bu kamchilik. Buni tan olaman. Hammada bor-u. Perfect qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun one shot successga iloji boricha kamayib qilamiz. Masalan, prosta hozir Rustamni nimasidan bias bo'lib qolib turib, ko'pchilik odam mate qilolmay qolishi mumkin-da. Ya'ni Shunaqa. masalan, Rustam primoy Google keldi-yu deb turib, ko'pchilik odam qancha umrini sarflab olishi mumkin-da. Yo'q, men faqat Google kiraman deb, vaholanki hech kim boshqa joyga topshirmaydi ham o'sha bola, tushunyapsizmi? Shunaqa Faqat Google topshiradi. Menda shunaqa bo'lgan. Hozir aytib beraman. Menda o'sha yoshligimda shu narsalarni tushunmaganman, sayt degan narsalarni tushunmaganman. Men krugimda Sherali aka bo'lgan, Farruh aka bo'lgan, keyin ko'pchilik uncha tanimaydigan bola, lekin Microsoft degan kompaniyada ishlaydi. Bahodir Poydedayev, Sherali Obidov va uchinchi odam Farruh Habibullayev bo'lgan. Juda yaqin bo'lganmiz. Kvartirada birga yashaganmiz. Hammada tipa Sherali boshlab bergan. Siz qanday qilib gapiravering, keyin savol bor. Sherali boshlab bergan. Okey, men mahalachiga topshiraman. Mahalachiga topshirib turib, magistratura qilaman 1 yil. 1 yildan keyin magistraturani, o'zi 2 yil magistratura mahalachiga, 1-yili o'qiymiz, 2-yili tipa partial o'qiymiz, internship kirib ketadi 1 yili. Qaysi kompaniyada ishlashni boshlayman, menga ham oylik beradi, ham ishlayotgan bo'laman. O'sha periodda men lead code qilib, kuchaytirib, intervyular qilib, mock intervyular qilib, fanga topshiraman, Google kiraman. Bu 2000-yillar. 17-18, men 3-4 hozirgi situatsiya boshqa. Hozirgi situatsiyaga boshqa. 3 va 4 kursda bo'g'ilyapti. Keyin bo'ldi, o'xshadi. Sherali aka qildi shu narsani. Orqasidan Farruh aka boshqacharoq yo'ldan ketdi, lekin keyinchalik mahalachida o'qidi va Google kiryapti-da. Undan keyin Bahodir ketdi orqasidan. Bahodir mahalachiga kiryapti va u ham keyinchalik Google emas, Microsoft kiryapti. Shunday kompaniya. Orada bir boshqa kompaniyada ham ishlagan. Endi men navbatim keldi, yosh. Trump anaqaga o'tirdi. Tronga o'tirdi. 18-19da Trump adashmasam o'tirdi. Immigration yopdi. Nomo mahalachi bo'ldi. Mahalachiga mana viza olasan. Student viza olasan degan. Keyin topshiryapman. Mahalachiga olmas ekan meni, boshqa nufuzli universitetlarga topshirsam, meni bega viza beradi degan o'y. Keyin topshirganman. Bermagan. 2 marta rejectionga, bir marta Toshkentda olgan, topshirganman. Rejection bergan, yo'q, bermaymiz. Ikkinchi marta yaxshi universitetga topshirganman, yo'q, unga ham bermaymiz degan. Unga borganman men. Qozog'istonga borib topshirib kelganman, yo'q degan. Keyin undan keyin hop, endi chiqmasa Kanadaga ketaman, Kanadada yaxshi o'qiyman deganman. Kanadaga topshirganman, orada GRE olganman, harakat qilganman. Endi niyat o'sha tarafga Amerikaga borib ishlab ketish. Shunaqa bo'lgan. Keyin oxiri o'zi yopiqda men uchun yo'l. Tramp yopib turibdi, yo'q, sen bormaysan deyapti. Keyin o'sha paytda oxiri Kanadadan rejection oldim. O'qishga bora olmadim. Maktabga o'rtoqlarim ketgan o'qishga Kanadaga, menga o'xshamadi. Okey, shu ekan, biroz o'tira olmayman keyin dashani. Kallamni urolmayman, topshira olmayman-ki vizaga, yana o'qishga boshqa topshirib. Aytdim-da, bo'ldi, o'xshamayapti dedim. O'sha paytda o'sha kun to'shni eslayman. Anaqa Yunusobodda bog' bor, anaqalarda anaqasi Shahristanskiy yonida. O'sha yerda yashardik. O'sha bog'da aylanib 1 soat, 2 soat aylanganman qarorda.
ketganman, that's it deyman. Necha yil O'xshamadi. muddat o'tgan o'sha paytgacha, o'sha qaror qilishgacha? 1,5 yil o'tib ketdi. 1,5 yil 1,5 yildan beri men magistratura ketaman harakat o'sha qilyapman. payt prosta ishlayib yurgansiz. Ishlab yurganman. Ish hayotim juda yaxshi, cho'tki pul topganman. Men Toptalda ishlardim. Toptalda ishlaydigan hozir uncha-muncha odam Toptaldagi oylikni ola olmaydi. To'g'ri. O'sha paytda men hayotim juda yaxshi bo'lgan. Pul topishim yaxshi bo'lgan, lekin keyingi maqsadga qarab ketgan. Okey, bu o'xshamadi, ketdim. Endi men bu yoqqa Yevropa ishlagani kelganman deganman. Covid bo'lgan. Bu yoqdan mana hozir baribir Google ishlayapman. Yomon emas. Ya'ni bitta hozir siz aytgan fikrda men tasdiqlamoqchiman-da bu yerda. Hozir Rustam qilgan yo'l orqasida hamma harakat qilaversa shu yerda qolib ketadi. Chunki anaqasi katta, o'xshamasligi katta. Shunaqa, men ham 1,5 yil kallamda kirmaydigan anaqa toshga uraverganman. Yorilmagan toshga uraverganman. Keyin tushunib yetganman bir kun yo'q. This is not meant to me. Boshqa yo'ldan ketdim. Shunaqa. Endi masalan biz to'g'risi Rustamni masalan rekruterni perspektivasini bilmaymiz-da. Ya'ni u nimaga qarab qaror qabul qilgan? Biz qaysi baribir haligi lucky pointlar bor-da, uni biz bilmaymiz. Uni biz backgroundda nima ular qanday consider qilgan buni tushunyapsizmi? Shuning uchun konkret written rule yo'q-da. Masalan, Rustam rezumesini share qildi, lekin ko'pchilik masalan buni 2 page bo'lsa, men ham 2 page qilishim kerak degan xayol bo'lib qolishmi, lekin aslida bilmaymiz. Aslida hiring HR nimani aytdi? Именно masalan, uni nima deydi? Point qilib oldi. Masalan, именно bu topshirgan paytda именно shunga mos qanaqadir pozitsiya chiqib qolishi mumkin-da. Endi bu ham luck-da. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Bizga bog'liq bo'lmagan faktorlar bor-da. Bu yerda hamma narsani Rustam siz noto'g'ri tushunmang. Hamma narsani bo'lib ketdi-ku yo'q. Luckka olib borish emas. To'xtatamiz. Topic luckka olib borish emas. Bu ko'proq holatga bog'liq demoqchimiz. Yes. Demoqchimanki, move on qilish kerak. Biz hozir nima haqida gaplashyapmiz? Oxirgi savol. Cho'ti bo'lib ketdi bu yoqda. Ya'ni universitetni bitirib qaysi yo'lda ketish kerak? Ha, menimcha o'sha sal uzoqroq. Qanaqa o'tib qoldi? Like. Yo'q, qo'yish kerak. Universitetda o'chib qolgandimi uyga? Yo'lamiz 39, 1 soat 39. Ya'ni nimacha gaplashsak manda savol. Universitetga kelib Yevropaga bergangan, chunki situatsiyani bu yerda bilamiz, biz nima bo'lyapti. Universitetni bitirdingiz, bakalavrni magistraturaga kelyapsiz. Davlat universitetida o'qiyapsiz, davlat universitetlari bepul. Necha pul sizga kerak bo'ladi yashashga? As a student. Germaniya necha pul turadi, uyingiz, kvartirangiz necha pul turadi, ovqatlanishingizga, boshqa narsaga, Berlinga, Germaniyaga. Germaniyaga agar public student universityga kelsangiz, public universityda sizda уже xarajat yo'q, почти. Faqat qanaqadir oylik tiketlaringiz bo'lishi mumkin. Rent yoki student accommodation bu 400 yevrodan menimcha average 600 yevro bo'lsa kerak. Qanaqa fancy xohlashingiz, o'rtachasi mingga ham qarab ketaveradi. Yoki share departmentda turishingiz mumkin. U ham shu, menimcha shu 500 lar atrofida, maksimum 500 rentga deylik. Men prosta oshirib aytyapman. U kimlar kam bo'lishi mumkin. Hozir prosta hisoblaymiz, oxirida 500-600 rent. Endi shu rent bo'ladi. Xo'p, undan tashqari yeb ichishingiz, boshqa rasxodlarga yana bir kamida 300 yoki 400 kamida. Yana undan tashqari qaysidir boshqa narsalar bilan menimcha shu minglar yoki 300 sizga kerak bo'ladi. Ha, lekin o'z aslida public universitetiga kelganda ko'pchilik blokshot pul qo'yib keladi. O'zi 12 mingmi, qanchadir yiliga 12 ming. Yiliga birinchi yil uchun qo'yib keladi. Ikkinchi yil bilmayman nima bo'lishi. Ikkinchi yilga menimcha qo'ysa kerak. Ikkinchi yilga qo'yish kerak, ishlamayotgan bo'lsangiz. Ha, ishlamayotgan bo'lsa qo'yadi. Agar o'sha o'zi asli o'shani qo'yib keladi, o'shandan olib yurasiz. U sizni Endi shunaqa bo'lgan. Shunaqa rasxodlar shunaqa bo'ladi. Boshqa menimcha rasxodlar. Men shunga tayyor bo'lish kerakki, bu pulni siz oldindan yoki to'plab qo'yishingiz kerak. Yo'q, endi ko'pchilik ishlaydi baribir. Yoki Germaniyaga kelib ishlayman deyishingiz kerak. Lekin ishlasham degan shu topikka boradi. Qaysi joyda ishlash? Siz rost ekaniga vaqtingizni o'qishga sarflamoqchimisiz, stoyish o'qishga yoki yana ishlamoqchimisiz? Men aytib turgan narsam, men aytyapman. Odamni qorni och bo'lganda
hech qachon qanaqadir innovation haqida o'ylanmaydi. Meni boshimdan o'tgan bu narsa. Ya'ni yo'q, men borib o'qiyman ham, ishlayman ham deydigan odamlarga-da aytyapman-da. Balki eplayveradi. Men eplolmayman. Masalan, eplolmadim. Qo'limdan kelmadi. O'shani aytyapman. Masalan, men part time ishlayman. Именно o'zimning yo'nalishimni aytmoqchi bo'lganki, ko'p bolalarni ko'rdim, qiynalgan bolalar. Internship qidirgan, boshqa ish qidirgan pozitionda topolmagan. Topolmasa iloji yo'q. Odam qorni och qolganda nima deydi? U qaysidir klaplar yopiladi-da miyada aka. U masalan aytmoqchimanki, haligi masalan Google'da high salary olib turib gapirib turgan odamni boshqa. Baribir masalan men masalan Londonga borganimda meni hamma narsamni Bloomberg qoplab bergan. Hamma narsamni nima deydi? Rentlarim, oyliklarim men uchun eng zalotoy hayot o'sha bo'lgan. Lekin o'sha payt men uchun mana London yoqdi, lekin qaysi boshqa bola uchun London eng yomon experience bo'lishi mumkin-da, tushunyapsizmi aka? Chunki men o'sha yerda bolalar bilan gaplashib yurganimda London zo'r ekan deganda boshqacha u bolalar aytyapsiz, ular u boshqacha. bolalar masalan aytyapti-da, endi sizni keysida boshqacha, bizda boshqacha deyapti. Men ular hayotidan ham ko'ryapman-da. Nima deydi? Haligi oson emas. Qiynalishgan juda ham ko'p. O'sha pozitsiya topishga qiynalishgan ba'zilar O'zbekistonga qaytib ketdi shuncha pul sarflab. Ba'zi tanishlarim qarz bo'lib qolgan. Lekin uydagilar uni Londonga borsa bo'ldi ishi besh deb o'ylagan. U bola ham shunaqa deb o'ylagan, bilmayman. U bolalar, ya'ni uydagilar qarzdor bo'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Qarz bo'lib qolib, u bola endi u qarang, tasavvur qiling, uyda pul jo'nash kerak. Qarz bo'lib dadasi so'kib turib, "Tem bo'ldi, pul jo'nataman" deb qo'ygan. U bola qanaqasiga o'qiydi? Men umuman tasavvur qila olmayman. To'g'risi, u bola naborot mana bu Delivery'da kuniga 100 poundda yoki 200 poundda berib turganda qanaqa qilib turib siz o'qish aka, unga juda katta disiplina kerak. Unaqa o'qib olgani. To'g'risi, qiyin u narsa. Biz da shu holatimizda masalan ba'zida haligi karyeradan ko'ra pulni afzal ko'rib turib masalan shu haligi boshqacha pozitsiyalar tanlab olishingiz mumkin. Endi bu holatni qarang. Bu ham qorni och bo'lib turgan bola hech qachon haligi oldin nima? Oldin iqtisodiyot, keyin nima edi? Shunga o'xshagan narsa. Nima deydi? Birinchi o'qiydi, o'qiygan. Xuddi Urush shunaqa. paytida ham urush bilan tipa anaqa nima deydi? Abet bilan degan gap bor. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun aytmoqchimanki, hali unpopular opinion deydi, o'sha eng har turistlar deydi. To'g'ri, hali achchiq bo'ladi haqiqat. Ya'ni hammani sharoiti har xil. O'shanga qarab qaror qabul qilish kerak. To'g'risi, buni aytish kerak, chunki ko'pchilik bolalar qiynaldi-da. Men o'sha bolalarni ko'rdim. O'sha payt prosta hayron bo'ldim. Nimaga bu bolalar? Chunki mana masalan UKda o'qishni tavsiya qilmagan bo'lardim agar financial holati yaxshi bo'lmasa. Shuni ochiq aytaveraman. Boy bolaga aytaveraman. Agar financial holati yaxshi bo'lmasa, uyda o'qishni tavsiya qilmayman. Nima uchun? Birinchidan ish topish oson emas. Ya'ni masalan, biror joyga ishga topshirsangiz, avtomatik siz viza require qilganingiz uchun low priority bo'lasiz ekan UKda. Germaniyada unaqa emas-da. Germaniyada viza, masalan, ish topsangiz, sizga viza provide qilish bunchalik qiyin emas. Oddiy holat. O'shaning uchun ko'pchilik consider qilmaydi. Masalan, job seeker vizani oladi, ish qilib yurganida, lebo bitta kompaniya sizni international misal yoki viza require qilsa ham yo'qmi qaramaydi. Germaniyada o'zida bo'lsangiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Sizni studentdan anaqaga convert qiladi. U oddiy yo'l. Vizangizni sponsor qilish unda qiyin emas, lekin UKda sizga ikkita kategoriya bo'lish qiladi. Masalan, hamma kompaniya ham viza sponsor qilavermas ekanda. O'shani hisobiga studentlar qiynaladi, international. Ular 2 barobar anaqa yuk tushadi. Keyin ham bo'l ularda yashash qimmat. Ikkinchidan anaqa aytishmasam ularda hamma universitetlar pulli. UKda. Universitetlar pulli. Bu yerda ham pulli bo'lishni boshlagan yaqindan. Faqat tüm pulli, ko'pligi tekin. The point. Shunaqa. O'zbekistonda yaxshi ishlab, o'zini senior bo'lsangiz, o'zingizni ishingizni tashlab, bu yerga 2 yil investitsiya berasiz. Bu paytda siz hech qanaqa profit, hech qanaqa pul qilmaysiz. O'zingizni basiclaringizni cover qilish uchun hayot standartingiz anchaga tushadi. Endi tushishi mumkin. Shunga qarab tayyorgarlik kerak. Ya'ni lekin aytmoqchimanki, yana aytaman. Bu decision siz long termda siz o'zingiz nima xohlayapsiz, shunga bog'liq-da. Masalan, agar siz senior developersiz, ham coding zo'r. Agar siz просто shunchaki findda agar yana o'sha aytmoqchimanki, o'sha software engineer pozitsiyasiga kirmoqchi bo'lsangiz, universitet
masalan shans bo'lmasligi mumkin. Primoy siz masalan deylik mid-tier kompaniyalarga kelish Tabii. shans bo'lishi mumkin. Lekin agar sizda bilmayman, masalan bilmayman universitetdan haqida ilm ya'ni masalan deylik kimdirlar ketadi-yu haligi applied Akademik. masalan akademik yoki applied machine learning yoki applied bir nima science'da ketadiganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga menimcha men o'ylayman universitet kerak to'g'risi. O'shaning uchun Men universitetga nimaga kelmoqchi edim? Men o'ylardimki, universitet Yevropaga kelib, universitetda o'qisam menga kattaroq shans bo'ladi. Offer olish uchun. Menga oxirgi cel edi Google'ga kirish, ishlash u yerda, environmentni, odamlarni ko'rish, qanaqadir katta narsani qismi bo'lish. Yevropaga kelsam, o'qishdan keyin ishlash probability'si ko'tariladi deb o'ylaganman. Men ham shunday o'yladim. Lekin shunaqami yo'qmi? Endi yana bitta narsada, masalan mana shu podkastga ko'rayotganim masalan bo'lishi mumkin. Masalan qaysi qishloqda hozir o'tirib ko'rgan bo'lishi mumkin. U uchun haligi qaysidir bir long term maqsad degan narsalarimiz ma'noda ancha uzoqdagi narsa bo'lishi mumkin-da. Ya'ni u uchun oddiyroq, masalan yaqinroqdagi maqsad haqida gap ko'radi xolos u bola, tushunyapsizmi? O'shani hisobiga qaysidir paytda oldin nima deydi, masalan tog'ni orqasidagi nima ko'rish uchun oldin o'zi sal tepaga chiqib olish ham kerak deb o'ylayman-da. Masalan mana Google'ga keldingiz, keyin undan keyin o'sha keyingi anaqalar ochildi. Yoki masalan deylik Max'ga o'qishga keldingiz, keyin o'sha o'ylashni, o'qishga keldingiz, masalan keyin qaysi qolgan narsalar haqida o'ylashingiz mumkin-da. Basic umidlaringiz nima bo'lganidan keyin o'sha o'ylashni boshlaysiz. Bu ham normal holat. Ya'ni aytyapman, o'sha o'zingiz holatingizga qarab. Agar siz o'zi tak masalan bo'ladi-yu ba'zi wunderkind bolalar yoki deylik umuman masalan O'zbekistonda o'zida ham men aytmoqchimanki, biz haligi O'zbekistondagi eng aqlli qatlam emasmiz demoqchiman-da. Ya'ni qaysi bola prosta o'zi yaxshi, haligi o'zini juda ham disiplin ushlab olgan, haligi deylik prioriteti, maqsad nima xohlash aniq bolalar bor-da o'zi. Bu videoni ko'rmaydi ular. U bola aniq bo'lishi mumkin, ha. U bolalar bo'ladigan bo'lsa, u masalan aytmoqchimanki, o'zlari hal qiladi demoqchiman-da. Shunaqa. Shu bitta point bilan cover qilay. Bo'ldimi? Qachon universitetga boshqa topiklar bor. Qachon universitetga kelish kerak, universitetga kelish kerak emasmi ishga? Men nima qilardim? Men nima qilganman? Universitetda bitirib, men senior ishim bor edi, ikkinchi ishim bor edi, ikkita ishda ishlab, yetarlicha pul qilganman. Bu yerda kelsam, men tushundimki, ancha hayot standartim tushayotgan. Men 2 yil oldin o'ylamasdim bu narsani. Bu yerga kelib, universitetda o'qiyotgan bolalarni ko'rib, chunki bu narsani bilmasdim. Tayyor emasdim. Nima ma'noda standartingiz tushadi? Luxury hayot yashagani bu. Bu yerda O'zbekistonda hayotim yaxshi. Bu o'ylayapti, O'zbekiston bolalari, bitirgan bolalar menga o'xshab yashaydi deb o'ylayapti shekilli. Hammada har xil prioritet. Ya'ni iloji boricha ko'p nima bo'lishi kerak. Gapir. Xo'p. Yetarlicha pul qilib kelish kerak ekan. Kerak bu yerga universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, universitetni o'qib katta fan kompaniyaga kirish ham katta shans emas bu yerda. Hard working. Bu yerda juda ham konkretniy point yo'q. Hammaniki har xil yo'li. Ishlash kerak. Xo'p, shu yerda tugatsak ham bo'laveradi sekin. Boshqa mavzular bor, lekin ular boshlasak yana bir soat, 2 soat ketadi. Yetarlicha qiziq mavzularni cover qildik deb